Markus bayon qilgan xushxabar. 1-bob. Xudoning o'g'li Ayso Masih to'g'risidagi xushxabar mundaq boshlanadi. Yashaya payg'ambarning yozmasida Xudoning mo'nu so'zlari xotirlangan. Mana oldingda elchimni avatman. U sening yo'lingni oldin ola tayyorlaydi. U bo'lsa bayovanda dilinglarni Rabbimizning kelishiga tayyor qilinglar. Uning yo'llarini tuz qilinglar deb to'g'laydigan kishidir. Darvaqa cho'mildirguchi Yahyo cho'l bayovanda paydo bo'lib, kishilarga yomon yo'llaringlardan yenib tavba qilinglar. Tavba qilganliginglarni bildirish uchun cho'mildirishni qabul qilinglar. Shunda qilganda Xudo sizlarni kechirim qiladi deb jakarladi. Kishilar Yerusalim shahridan, jumladan butun Yahudiya o'lkasidan uning oldiga kelishib, gunohlarini iqror qilishdi va uning o'zlarini Yordan daryosida cho'mildirishni qabul qilishdi. Yahyo payg'ambar to'gi yungdan kiyim kiygan, beliga ko'n tasma bog'lagan edi. Yaydig'ini chekatki bilan yavohara hasli edi. U mundaq deb jakarlaydi. Mendan keyin texmu qudratlik biri keladi. Men hatto engishib, uning oyog'ining yiplarini yeshishkimu loyiq emasman. Men sizlarni suvg'ili cho'mildirman, lekin u sizlarni muqaddas ruhga cho'mildirdi. Shu kunlarda Hazrati Ayso Galiliya o'lkasining Nosira shahridan kelib, Yahyo payg'ambar tarafidan Yordan daryosida cho'mildirildi. U suvdan chiqibla osmonning yerilib, muqaddas ruhning kaptar holatida osmondan tushib, o'z ustiga qo'nayotganligini ko'rdi. Ondan arshdan Xudoning "Sen mening suyimlik o'g'lim, men sendan xursandman" degan ovozi anglandi. Muqaddas ruh Hazrati Aysoni shu on cho'l bayovonga elib keldi. U cho'lda 40 kun turib, shayton tarafidan sinaldi. U yovvoyi hayvonotlar yashaydigan yerda bo'lgan shu jarayonda farishtalar uning xizmatida bo'ldi. Yahyo payg'ambar tutqun qilingandan keyin Hazrati Ayso Galiliya o'lkasining har qaysi joylariga berib, vaqt soat yetib keldi. Xudoning podshohligi namoyon bo'lish oldida turdi. Shunga tavba qilinglar, xush xabarga ishoninglar deb Xudoning xush xabarini jakarlashga boshladi. Bir kuni Hazrati Ayso Galiliya ko'li bo'yida ketib yetib, Simon bilan inisi Andarni ko'rdi. Ular beliqchi bo'lib, ko'lga to'r selyotdi. Hazrati Ayso ularga: "Menga agishinglar. Men sizlarni beliq tutishning o'rniga menga odam tutadigan qilaman" dedi. Ular shu an beliq to'rlarini tashlab Hazrati Ayso bilan mangdi. Ko'l bo'yida biroz mangandan keyin Hazrati Ayso Zabaydining o'g'illari Yoqub bilan Yuhannani ko'rdi. Ular kemida to'rlarini o'ngshavatdi. Hazrati Ayso darhol ularni shogirdlikka chaqirdi. Ular otasi Zabaydini madkorlar bilan birga kemida qoldirib, o'zlari Hazrati Ayso bilan mangdi. Ular Kapernaum shahriga kirdi. Dam olish kuni Hazrati Ayso ibodatxonaga kirib, ta'lim berishga boshladi. Xaloyiq uning ta'limlariga hayron qolishdi. Chunki uning ta'limlari nopuzliq edi. Tavrot ustozlariga o'xshamaydi. Ibodatxonada jin chaplashgan bir kishi bor edi. Dal shu chaqda u: "Hey Nosiralik Ayso, biz bilan koring bo'lmasin? Bizni yo'qotmoqchimisan? Men sening kimligingni bilaman. Xudo avatgan muqaddas bo'lg'uchisan" deb to'lab ketdi. Hazrati Ayso uni so'zlayotgan jinga buyruq qilib: "Og'zingni yum. Bu odamning tenidan chiq" dedi. Jin yilqi odamning badanini qattiq tortishtirdi va faryod ko'targunicha uning tenidan chiqib ketdi.
Buningdan hayron bo'lgan ko'pchilik bir-biriga bu qandaq ish? Yep-yangi bir ta'lim-ku. U darvaqa jillaga buyruq qilish huquqiga ega ekan. Ularmu uning so'ziga bo'ysundi ekan, deyishdi. Buning bilan Hazreti Ayso to'g'risidagi xabarlar tezlikda butun Galiliya o'lkasiga tarqaldi. Hazreti Ayso ibodatxonadan chiqibla Simon va Andar bilan birga ularning uyiga bordi. Yaqub va Yuhannamu ular bilan birga bordi. Simonning qiynonisi qizitma ishida yotadi. Uning ahvoli Hazreti Aysoga darhol ma'lum qilindi. Hazreti Ayso bemorning qishig'iga kirib, qo'ldan tutib yo'lab, o'ri turg'izdi. Ayolning qizitmasi darhol yenib, ularni kutishga boshladi. Kashqurun kun patqanda kishilar barliq bemorlarni va jin chapashqonlarni Hazreti Aysoning oldiga elib kelishdi. Butun shahardagilar ishik oldiga to'plashgan edi. Hazreti Ayso har xil kasallarga giribtor bo'lgan nurg'un kishilarni saqaytdi. Nurg'un kishilarning tendiki jinlarni haydab, jinlarning o'zi haqida eg'iz ichishiga yo'l qo'ymadi. Chunki jinlar Hazreti Aysoning kim ekanligini bilishadi. Etsi etigan tong texi suzilmasdilla. Hazreti Ayso o'rnidan turib, shahar sirtidagi xilvat bir yerga berib, duo tilovat qildi. Simon bilan uning hamrohlari Hazreti Aysoni izlab chiqib, uni topganda, "Hammaylar sizni izlashyapti" deyishdi. Biroq Hazreti Ayso ularga, "Yaqin atrofdagi yezlog'imni bormasak bo'lmaydi. U yerdimi Xudoning so'zini yetkazishim kerak. Chunki men mushu ish bilan keldim" dedi. Shunda qilib Hazreti Ayso Galiliya o'lkasining hamma yeriga berib, ibodatxonlarda ta'lim berdi. Hamda kishilarning tendiki jinlarni haydadi. Mahov kishiligiga giribtor bo'lgan bir kishi Hazreti Aysoning oldiga kelib, sizlanib turib, "Taqsir, agar xohlasangiz, meni kesimdan saqaytib pok qilg'aysiz" deb yolvurdi. Ichi og'rigan Hazreti Ayso qo'lni uningga tekkizib turib, "Xohlayman, pok bo'g'in" dedi. U odam shu on mahov kesildan saqayib, pok qiz bo'ldi. Hazreti Ayso uningga, "Hozir bu ishni hech kimga tinma, lekin uddul markaziy ibodatxonaga berib, ruhoniyga o'zingning saqayganligini ko'rsat. Ondan buni boshqalarga isbotlash uchun Musa payg'ambarning amri bo'yicha mahov kesildan saqayganlar qilishga tegishli qurbonlikni qil" deb uni qattiq ogohlantirib yo'lga soldi. Biroq u odam chiqib, bu ishni hammaga yeyivetdi. Natijada xaloyiqning o'zining atrofiga to'planib olmasligi uchun Hazreti Ayso hech qanday shaharga oshkora bora olmay, shahar sirtidagi xilvat joylarda turishga majbur bo'ldi. Shundaqdimi, har yerdan kelgan xalq uni yanala izlab turdi. Ikkinchi bob. Bir necha kundan keyin Hazreti Ayso Kapernaumdagi burun tug'an uyga yana keldi. Uning kelganligi to'g'risidagi xabar toqilish bilanla u yerga shunchalik ko'p odam yig'ildiki, hatto eshik oldidimi puttiqqudek yaqamgan edi. Hazreti Ayso ularga Xudoning so'zini yetkazayotdi. Shu asnoda uning yeniga palash bir odamni 4 kishi ko'tirib elib keldi. Ular odamning to'llig'idan Hazreti Aysoning yeniga bora olmay, u ta'lim berayotgan uyning o'g'zisini teshib, bemorni yotgan o'rin kirpisi bilan Hazreti Aysoning oldiga tushirdi. Ularning ishonchini ko'rgan Hazreti Ayso yilqi palashga, "O'g'lim, sening gunohlaring kechirim qilindi" dedi. U yerda o'ltirgan ba'zi Tavrat ustozlari ko'nglida, "Bu odam nima uchun mundaq deydi? Bu kufrliq-ku. Xudodan boshqa hech kimning gunohlarini kechirim qilish huquqi yo'q-ku" deyishdi.
ularning nima o'ylayotganligini shu an bilgan Hazreti Ayso ularga mundoq dedi. Sizlar buni nima uchun kufrlik deysizlar? Gunohlaring kechirim qilindi deyish osonmi? Yoki o'rningdan tur, o'rin ko'rpangni yig'ishtirib mang deyishmi? Albatta, aytmoq oson, qilmoq tez. Ammo hozir inson o'g'lining yer yuzida gunohlarni kechirim qilish huquqiga ega ekanligini isbotlab beray, dedi. Ondan palash kasalga o'rningdan tur, o'rin ko'rpangni yig'ishtirib, uyingga qayt, deb buyurdi. Yeliqi odam o'rnidan dast turib, o'rin ko'rpisini yig'ishtirdi va hammalarning ko'z oldida uydan chiqib ketdi. Hayron qolgan xaloyiq Xudoni madhilishib, bundoq ishni azaldan ko'rib boqmagan edik, deyishdi. Hazreti Ayso yana ko'l bo'yi qarab mangdi. Nurg'un kishilar uning atrofiga to'plashib oldi. Hazreti Ayso ularga ta'lim berdi. Hazreti Ayso yo'ldan o'tib ketib etib, boj yig'ilgan joyda o'tirgan Alfayning o'g'li Laviyni ko'rib, uningga "Menga agashkin", dedi. Laviy o'rnidan turib, uningga agashdi. Keyin Hazreti Ayso Laviyning uyida mehmondoshchilik bo'layotganda, taklif qilingan nurg'un bojgirlar va shulardek gunohkor deb qaralgan bir qism kishilarmi Hazreti Ayso va uning shogirdlari bilan ham dostixon bo'ldi. Hazreti Aysoga agashganlar ichida gunohkor deb qaralgan bunday kishilar xeyli ko'p edi. Parisi dini iqimidagi ba'zi Tavrat ustozlari uni gunohkor deb qaralganlar va bojgirlar bilan bir dostixonda o'tirganligini ko'rib, shogirdlarga uning bojgir va gunohkorlar bilan bir dostixonda o'tirgani qanday gap, deyishdi. Buni anglagan Hazreti Ayso ularga sog'lom odam emas, balki kesal odam tevibga muhtojdir. Men o'zlarini durust hisoblaydiganlarni emas, balki o'zlarining gunohlarini taniydiganlarni chaqirg'ili keldim, dedi. Yahyo payg'ambarning shogirdlari bilan parislar ro'za tutatdi. Ba'zi kishilar Hazreti Aysoning oldiga kelib, Yahyo payg'ambarning shogirdlari va parislar ro'za tutadi. Sizning shogirdlaringiz nemishqa tutmaydi, deb so'rashdi. Hazreti Ayso javoban mundoq dedi. To'yi bo'layotgan yigit, texi to'y ziyofati tutgan chaqda, mehmonlar hasad chekayotgan odamlardek ro'za tutsa, qandoq bo'lg'ini? Albatta bo'lmaydi. Ammo yigitning ularni elib ketildigan kuni keladi. Ana shu chaqda ular qayg'u hasrat chekkinidan ro'za tutadi. Hech kim konu ko'ngilakka kirishib ketadigan yangi raqtin yamoq samaydi. Unda qilsa, kiyim yuvilganda yangi yamoq kirishib, kiyimni yirtib tashlaydi. Natijada yirtiq texmi yo'g'inab ketadi. Shuningdek, hech kim yangi sharobni konu tulumga qochilmaydi. Agar unda qilsa, yangi sharobning ko'pishi bilan tulum yerildi-da, sharobmi, tulummi kodin chiqadi. Shuning uchun yangi sharobni yangi tulumga qochilash kerak. Bir dam ilish kuni Hazreti Ayso bug'doylikdan o'tib ketayotdi. Bilib ketayotgan shogirdlari boshoqlarni uzib elib, yeyishga boshildi. Parislar Hazreti Aysoga "Shogirdlaringiz nemishqa dam ilish kuni chaklangan ishni qiladi", deyishdi. Hazreti Ayso ularga "Podshoh Davud va uning hamrohlarining och va muhtojlikda qolganda qanday qilganligini muqaddas yozmalardan o'qimaganmi? Bosh ruhoniy avoyatarning vaqtida Podshoh Davud ibodatxonadagi muqaddas joyga kirib, Xudoga atalgan nonlarni ruhoniydan so'rab yegan, ham hamrohlarga bergan. Holbuki bu nonlarni ruhoniylardan boshqa har qanday kishining yeyishi Tavrat qonuniga xilof edi", dedi. Hazreti Ayso ularga yana "Inson dam ilish kuni uchun emas, dam ilish kuni inson uchun yaratildi. Shuning uchun men inson o'g'li dam ilish kunining egasidirman", dedi.
3. bob. Hazreti İsa yana ibodatxonaga kirdi. Ibodatxonada bir qo'l qurib ketgan bir odam bor edi. Ba'zilar Hazreti İsa'ning ustidan arz qilish uchun bahoni izlash maqsadida uning dam olish kunimi kasal saqaytadigan saqaytmaydiganligini paylab yurishadi. Hazreti İsa qo'l qurib ketgan kasalga o'rningdan turib oldiga chiq dedi. Ondan ibodatxonadagilardan qandoq qilish Tavrat qonuniga uyg'un? Dam olish kuni yaxshilik qilishmi yoki yomonlik qilishmi? Jonni qutqizishmi yoki halok qilishmi deb so'rdi. Ular zuvon surishmidi. Hazreti İsa atrofidagilarga g'azab bilan ko'z yugurtdi. Ularning tarsolig'i uni ichintirgan edi. Ondan keyin u yilqi kasalga qo'lingni uzat dedi. U odam qo'lni uzatishi bilanla qo'li asliga keldi. Buning bilan Parislar tashqariga chiqib, Hazreti İsa'ni qandoq joylatish haqida Herod podshoning tarafdorlari bilan maslahatlashishga boshladi. Hazreti İsa shogirdlari bilan birga u yerdan ayrilib, ko'l bo'yiga ketdi. Galileya o'lkasidan nurg'un xaloyiq uningga ergishib bordi. Uning qilgan ishlarini anglagan, yana nurg'un xaloyiq Yerusalim shahri, butun Yahudiya o'lkasi, Idumiya o'lkasi, Iordan daryosining qarshi tarafi, Tir va Sidon shahrining atrofidagi joylardan saldak eqib, uning oldiga kelishdi. Hazreti İsa xaloyiqning orasidan qisilib qolmaslik uchun shogirdlarga kichik bir kema tayyorlab qo'yishni buyurdi. Chunki u nurg'un bemorlarni saqaytqashqa, har xil kasalliklarga giribtor bo'lganlarning hammasi uning uchisini silib olish uchun qistishib kelishgan edi. Qachonli bo'lmasin, jin chapshivaganlar Hazreti İsa'ni ko'rsa, uning oyog'iga bosh qo'yib, "Sen Xudoning o'g'lisan" deb vaqirishadi. Lekin Hazreti İsa ularga o'zining kim ekanligini oshkormaslikni qattiq chekilaydi. Hazreti İsa bir toqqa chiqib, o'zi qolgan kishilarni yeniga chaqirdi. Chaqirganlar uning yeniga kelishdi. Hazreti İsa ulardan 12 kishini elchi deb atab, ularni o'zi bilan birga bo'lish, Xudoning so'zini yetkazish va jinlarni haydash huquqiga ega qilish uchun tanladi. Bu 12 kishi Simon, Hazreti İsa uni Petrus deb atagan. Zebediyning o'g'li Yaqub va uning qarindoshi Yuhanna. Hazreti İsa ularni Beni Ragash, ya'ni Guldirmama o'g'illari deb atagan. Ender, Filip, Bartolomay, Matta, Thomas, Alpayning o'g'li Yaqub, Taday, vatanparvar deb atalgan Simon va Hazreti İsa'ga sotqinlik qildigan Yahuda Ishqariyotlardan iborat. Hazreti İsa uyga qaytib kelgandan keyin u yerga yana shuncha nurg'un xaloyiq to'plandiki, Hazreti İsa bilan shogirdlarining g'izolanishimi cho'lis tegmidi. Hazreti İsa'ning oyisidagilar buni anglab, uni qaytirib kelgili berishdi. Chunki ular uni ahlidan izibdi deb o'ylashgan edi. Yerusalimdan kelgan Tavrat ustozlari bo'lsa, uningga shayton chopishibdi. U jinlarni ularning boshlig'i bo'lgan shaytonga toyinib haydaydi ekan, deyishadi. Shuning uchun Hazreti İsa Tavrat ustozlarini yeniga chaqirib, ularga tamsillar bilan mundoq dedi: Shayton shaytonni qandoqmi qo'g'lisin? Agar bir davlatdagilar ikki guruhga bo'linib so'qishsa, u davlat put tirab turolmaydi. Bir oildagilar o'zaro jidal mojaro qilishsa, u oila vayron bo'lishdan saqlanolmaydi. Shuningga o'xshash, shaytonmi o'z-o'ziga qarshi chiqib, o'z boshqarishda bo'lgan jinlar bilan so'qishsa, u mu puttirab turolmaydi. Jazman halok bo'ladi. Hech kim kuchtingir odamning uyiga kirib, uning melini bulab ketolmaydi. Faqat shu kuchtingir odamni bog'lay olganlar uning uyini bulang-talang qila oladi. Bilib qo'yinglarki,
insonlarning o'tkazgan gunohi va qilgan kupurliqlarining hammasini kechirishga bo'ladi. Lekin muqaddas ruhga kupurlik qilgan odam hargiz kechirim qilinmaydi. Chunki u odam mangu kechirim qilinmaydigan gunoh sodir qilgan bo'ladi. Hazrati Ayso bu so'zlarni ba'zilarning uningga jin chopishibdi deganiga qarata aytgan edi. Shu chog'da Hazrati Aysoning onasi bilan inlari keldi. Ular tashqirda turib, uni chaqirishga odam kirgizdi. Hazrati Aysoning atrofida o'tirgan jamoatdan ba'zilari: "Onangiz, inlaringiz va singillaringiz sizni sirtda chaqiryotidi" deyishdi. Hazrati Ayso buningga javoban: "Kimlar mening onam va inilarim?" dedi. Ondan u cho'rsi o'tirganlarga qarab mundaq dedi: "Mana bular mening onam va inilarim. Chunki kim Xudoning irodasiga amal qilsa, shu mening oki inim, ochi singlim va onamdir." 4-bob. Hazrati Ayso yana ko'l bo'yida xalqqa ta'lim berishga boshladi. Uning atrofiga to'plangan xaloyiq intayin ko'p bo'lg'ashqa, u bir kemaga chiqib o'ltirdi. Xaloyiq bo'lsa, ko'l bo'yida turishadi. Hazrati Ayso ularga tamsil bilan nurg'un hikmatlarni o'rgatdi. U ta'limida mundaq dedi: "Quloq selinglar. Bir dehqon urug' chashqi etizig'iga chiqibdi. Chashqan urug'larning ba'zilari chig'ir yo'l ustiga tushibdi. Qushlar kelib ularni yeb ketibdi. Ba'zilari tupirg'i kam, toshliq yerlarga tushibdi. To'pisi nepiz bo'lganlikdan tezla unib chiqibdi. Lekin cho'nqir yiltiz tatmag'ashqa, kun chiqish bilanla solishib, qurib ketibdi. Ba'zilari tikanlarning orsiga tushibdi. Tikanlar o'sib, mayishlarni besivapti. Natijada mayishlar hosil beramabdi. Ba'zilari bo'lsa munbat tuproqqa tushibdi. Ular unib chiqqandan keyin o'sib cho'ng bo'lib, yaxshi hosil beribdi. Ularning ba'zilari 30, ba'zilari 60, yana ba'zilari bo'lsa 100 assa hosil beribdi. Hazrati Ayso yana mundaq dedi: "Bu so'zlarni qulog'inglarda chin tutinglar." Xaloyiq ketgandan keyin Hazrati Aysoning 12 shogirdi bilan agashkuchilari uningdan tamsillarning ma'nosini so'rashdi. Hazrati Ayso ularga mundaq dedi: "Xudoning podshohligining siri sizlarning bilishinglarga berildi. Lekin podshohlikning sirtiklarga hamma ish tamsillar bilan uqtirildi. Buning bilan Xudoning mo'ni so'zlari amalga oshirildi. Qilganlarimga qaraydi, ma'nisini uqmaydi. So'zlarimni anglaydi, tushunmaydi. Undaq bo'lmasidi, menga qaytatdi, menmi ularni kechirim qilatdim." Ondan Hazrati Ayso ularga mundaq dedi: "Sizlar mushu tamsilnimi tushunmadinglarmi? Undaqda boshqa tamsillarni qandoqmi tushunasizlar? Dehqon chashqan urug' Xudoning so'zidir. Chig'ir yo'lga tushgan urug'lar mundaq odamlarga tamsil qilingan bo'lib, ular Xudoning so'zini anglagan hamon shayton kelib ularning qalbiga tushgan so'zni erib ketadi. Tuprog'i kam, toshliq yerlarga tushgan urug'lar mundaq kishilarga tamsil qilingan. Ular Xudoning so'zini anglagan hamon xushallik bilan qabul qiladi. Holbuki Xudoning so'zi ularda yildiz tatmag'ashqa, ular uzunga bardoshlik berolmaydi. Xudoning so'ziga ishonganligidan qiyinchilik yoki ziyonkashlikka uchrasa, darhol Xudo yo'lidan chatnab ketadi. Yana ba'zi kishilar bo'lsa, tikanlik tushgan urug'larga tamsil qilingan. Undaq kishilarning ko'ngliga bu dunyoning andishalari, boylikning iziq turishi va boshqa narsaga bo'lgan havaslar kirib elib, Xudoning so'zini bo'g'ib etadi-da,
ular ho'sulsiz qoldi. Yana ba'zi kishilar munbat tuproqqa tushgan urug'larga tamsil qilingan. Ular Xudoning so'zini anglab, qabul qiladi. Xudoning so'zi ularda 30, 60, hatto 100 hassa ho'sul beradi. Hazreti Ayso ularga yana mundoq dedi: Kim chiroqni yiqib, uni dos yoki karvat ostiga yoshirib qo'yadi? U albatta chiroqdon ustiga qo'ymamdi. Har qanday maxfiy ish oshkorlanmay qolmaydi. Yoshirun tutilgan har qanday ish fosh bo'lmay qolmaydi. Bu so'zlarni qulog'inglarda ching tutinglar. Anlaganlaringlarga zehn qo'yinglar. Sizlar qancha ko'p zehn qo'ysanglar, sizlarga shuncha ko'p tushuncha beriladi. Hatto yetib oshqidakmi beriladi. Chunki kimda aql farosat bo'lsa, uningga texmi ko'p beriladi. Lekin kimda aql farosat bo'lmasa, uningda bog' bo'g'nimi elib ketiladi. Keyin Hazreti Ayso mundoq dedi: Xudoning podshohligi yana buningga o'xshaydi. Dehqon tuproqqa urug' chachidi. U kechasi uxlaydi, kunduzi turadi. Urug' unib yetishidi. Lekin u dehqon qandaqsiga bundoq bo'lganligini bilmaydi. Tuproq tabiiy holda ho'sul beradi. Urug' avval unidi, keyin bosh chiqirdi. Oxirda boshoqlar to'liq don tutadi. Don pishib yetilganda, u dehqon darhol o'g'oq soladi. Chunki ho'sul yig'ish vaqti kelgan bo'ladi. Hazreti Ayso yana mundoq dedi: Xudoning podshohligini nemaga o'xshatay? Qandaq bir tamsil bilan suratlab beray? U go'yo bir tal qicha urug'iga o'xshaydi. Qicha urug'i butun urug'larning ichida eng kichik bo'lsa-mu, terilgandan keyin har qanday ziroatdan egiz o'sib, shundoq shoxlaydi-ki, qushlarmi uning soyasida uvlaydi. Hazreti Ayso Xudoning so'zini buningga o'xshash nurg'un tamsillar bilan jamoat tushunarlikdek qilib tushuntirdi. Tamsil keltirmay turib, hech qanday ta'lim bermaydi. O'z shogirdlari bilan yolg'iz qolganida ularga hammani tushuntirib beradi. U kuni kechqurun Hazreti Ayso shogirdlariga ko'lning u qetig'i o'tayli dedi. Shogirdlar xaloyiqdan ayrilib, Hazreti Ayso o'tirgan kemaga tushib, uni elib yurib ketishdi. Ular bilan bilinmagan boshqa kemalar bor edi. Qattiq bo'ron chiqib, do'lqinlar shundoq urdiki, kemaga suv to'shay deb qolgan edi. Hazreti Ayso kemaning oyoq tarafida yostiqqa bosh qo'yib, uyquga ketgan edi. Shogirdlar uni uyg'otib, "Ustoz, biz g'arq bo'lish oldida turib-atsak, korimiz yo'qmi?" deyishdi. Hazreti Ayso o'rnidan turib, bo'ronga buyruq qildi va do'lqinlarga, "To'xta, tinchlan" dedi. Buning bilan bo'ron to'xtab, do'lqin pastlab, hammasi tinchidi. Hazreti Ayso shogirdlarga, "Nemanchi qo'rqisizlar? Texchi ishonchinglar yo'qmi?" dedi. Ular bo'lsa qattiq qo'rqinish ichida bir-biriga, "Bu odam zodi kimdi? Hatto bo'ron va do'lqinlarmi uning gapini anglaydi ekan, ha?" deb ketishdi. Beshinchi bob. Ular ko'lning u qetidagi girasolixlar turadigan yerga bordi. Hazreti Ayso kemadan tushishi bilanla jin chaplashgan bir odam go'r qilingan o'nkirlarning biridan chiqib, uning oldiga yugurdi. U odam o'nkirlarni maqon tutgan bo'lib, hech kim uni hatto zanjir bilan bog'lab qo'ya olmadi. Bir necha qitim qo'llari zanjirlanib, puturg'i kishanlar selgan bo'lsa-mu, zanjirlarni uzib, kishanlarni cheqib etgan edi. Hech kim uni
boysundurolmagan edi. Keç gündüz mazarlık ve dalalarda vaqrab jaqrab yuratdi. Öz-özünü taş bilan urib yarlantıratdi. U Hazreti Aysoni yiroqdan ko'rib, yugurgan peti uning oldiga berib, yagi bosh qo'ydi va qattiq vaqirab: "Ulug' Xudoning o'g'li Ayso, ishimga aralashma. Xudo oldida sendan o'tib so'raymanki, meni qiynama", dedi. Sababi Hazreti Ayso: "Ey jin, bu odamning tenidan chiq", deb buyurgan edi. Ondan Hazreti Ayso bu odamdan: "Isming nima?" deb so'radi. "Ismim Ming'ilg'on, chunki sonimiz ko'p", deb javob berdi. Bu odamni so'zlayotgan jin. Va Hazreti Aysodan o'zlarini u zamindan chiqaratmaslikni talab qilib, ko'p o'tinib yolvirdi. Shu atrofdagi tog' bog'irda cho'ng bir to'p to'ng'iz podisi o'zg'inib yuratdi. Jinlar Hazreti Aysoga: "Bizni mushu to'ng'iz podisiga haydavatgin. Ularni ichiga kirib ketishga ijozat bergin", deb yolvirishdi. Hazreti Aysoning ijozati bilan jinlar chiqib, to'ng'izlarning teniga kirib ketdi. 2000 ga yaqin to'ng'iz patparoq bo'lib, yugurgan peti tikyodin tushib, ko'lga g'arq bo'ldi. To'ng'iz boquvchilar u yerdan qochib, shahar yezlarda bu xabarni taqatdi. Xaloyiqmi ahvolni ko'rgili chiqishdi. Ular Hazreti Aysoning yeniga kelganda, ilgari ming'ilg'on jinlarga asir bo'lgan yelqi odamning kiyimlarini kiyib, as-hoshi joyida holda o'tirg'unni ko'rib, qo'rqib ketishdi. Bu mo'jizani ko'rganlar jin chaplashgan odamning qutqizganligi va to'ng'izlarning oqibatini xaloyiqqa so'zlab berdi. Buning bilan xalq Hazreti Aysoning o'zining zamindan chiqib ketishini talab qildi. Hazreti Ayso kemiga chiqayotganda, ilgari jin chaplashgan yelqi odam uningga: "Menmi siz bilan birga ketay", deb yolvurdi. Lekin Hazreti Ayso uningga ruxsat qilmay, urug' tuqqanlaringning yeniga berib, ularga Rabbingning sana naqadar cho'ng ishlarni qilib berganligini va qanchalik mehr shafqat ko'rsatganligini yetkizgin, dedi. U odam qaytib berib, Hazreti Aysoning o'zi qilib bergan cho'ng ishlarni 10 shahar rayonida taqitishga boshladi. Buni anglaganlarning hammasi hayron qolishdi. Hazreti Ayso kemi bilan ko'lning u qetiga qaytganida, nurg'un xaloyiq ko'l bo'yida yana uning yeniga yig'ildi. Bu chaqda ma'lum bir ibodatxonaning Yoir ismli bir mas'uli keldi. U Hazreti Aysoni ko'rib, oyig'iga yiqilib: "Kichik qizim sakratga tushib qoldi. Berib uningga qo'lingizni tekkizib qo'ysangiz, u saqib umr ko'rsa", deb yolvurdi. Hazreti Ayso u odam bilan birga bordi. Uning atrofiga olishib olgan xaloyiqmi kaynidan agishib minishdi. Topning ichida xuntavrash kesli giribtor bo'g'iniga 12 yil bo'lgan bir ayol bor edi. U nurg'un teviplarning qo'lida ko'p azob chekib, bor yo'qini sarf qilgan bo'lsa-mu, kesili yaxshilanmoq tugul, texmi eg'ilishib ketgan edi. Bu ayolmi Hazreti Ayso haqidagi gap so'zlarni anglagan edi. Shuning uchun xaloyiqning orsidan qisilib kelib, orqa tarafdan uning chopini silab qo'ydi. Chunki u ichida Hazreti Aysoning chopini tutsamla, cho'qim saqayib ketaman, deb o'ylagan edi. Xun shu an to'xtab, ayol o'zining kasal azobidan qutulganligini his qildi. Dal shu vaqtda Hazreti Ayso vujudidan qudratining chiqqanligini sezdi. U xaloyiqning ichida kayniga burilib: "Kiyimimni tutgan kim?" deb so'radi. Shogirdlari uningga: "O'pcho'ringizga xaloyiqning qistab kelayotganini ko'rib turuqliq, yana men tutgan kim deb so'raysiz-ku", deyishdi. Biroq Hazreti Ayso o'zini tutgan kishini tepish uchun davomliq atrofiga qaradi. O'zida nima ahvolning yuz berganligini sezgan ayolmi, qo'rqinidan titirgan holda Hazreti Aysoning oldiga kelib, oyig'iga yiqildi va uningga haqiqiy ahvolni aytdi. Hazreti Ayso uningga: "Qizim, ishonching seni saqaytdi. Tinch omon qayt. Davomliq salomat bo'l", dedi.
Hazreti Ayşo bu so'zni qilayotganda, ibodatxona mas'ulining uyidan kishilar kelib, ibodatxona mas'uli Yoyirga, qizingiz jon uzdi. Endi ustozni ovora qilishning hojati yo'qmikin, deyishdi. Hazreti Ayşo bu so'zlarga qaramay, ibodatxona mas'uliga, qo'rqmag'in, ishonching bo'lsin, dedi. Shuning bilan Hazreti Ayşo Petrus, Yoqub va Yoqubning inisi Yuhannani ilib yo'lga chiqdi. Ulardan boshqa hech kimning o'zi bilan birga berishiga ruxsat qilmadi. Ular ibodatxona mas'ulining uyi oldiga kelganda, Hazreti Ayşo qattiq dard faryod ko'targan kishilar to'pini ko'rdi. Hazreti Ayşo uyiga kirib, ularga "Nemishqa dard faryod ko'tarib yig'laysizlar? Bola o'lmadi, uxlab qopti", dedi. Biroq ular Hazreti Ayşoni masxir qilishdi. Hazreti Ayşo hammalarni tashqari chiqarayotgandan keyin bolaning ota-onasini va birga kelgan shogirdini ilib, bola bor uyiga kirdi. U bolaning qo'lidan tortib uningga "Talita kumi" dedi. Bu so'zning ma'nosi "Qizim, sana aytmanki, o'rningdan tur" deganlik edi. 12 yoshli bu qiz shu on o'rnidan turib mengishga boshladi. U yerdagilar bu ishga intayin hayron bo'lishdi. Hazreti Ayşo ularga bu ishni hech kimga tinmaslikni qattiq topildi va ularga qizning qo'sig'iga bir narsa berishni buyurdi. 6-bob. Hazreti Ayşo u yerdan ayrilib, o'z yurtiga qaytdi. Shogirdlarimi uning bilan birga edi. Dam olish kuni Hazreti Ayşo ibodatxonada ta'lim berishga boshladi. Uning so'zlarini anglagan jamoat hayron bo'lishib, bu odam bularni natini o'rgangandi. Uningga buncha valo aql farosatni kim bergandi? Bu mo'jizlarni qanday yaratadigandu? U faqat oddiy bir yog'och-ku. Maryam uning onasi, Yoqub, Yose, Yahuda va Simon uning qarindoshlari emasmi? Singillari bu yerda o'z ichimizda-ku, deyishadi. Shuning bilan ular uni rad qildi. Hazreti Ayşo ularga, payg'ambar o'z yurti, o'z urf-tuqqanlari orasida va o'z uyida hurmatga sazovor bo'lmaydi, dedi. Shunga Hazreti Ayşo u yerda bir qancha bemorni ularning uchisiga qo'llarini tepkizib saqaytgandan boshqa hech qanday mo'jiza ko'rsatishni to'g'ri topmadi. U bu kishilarning e'tiqodsizligidan hayron qoldi. Keyin Hazreti Ayşo atrofdagi yezi kentlarni aylanib ta'lim berib-o'tdi. U 12 shogirdini yeniga chaqirib, ularga jinlarni haydash huquqini berdi va xalq orasiga 2-2dan avatdi. Ham ularga safarda yeniga hosidan boshqa narsa ilib olmaslik, na non, na xo'jun ko'tarmaslik, pulmu silib olmaslikni aytdi. Putiga oyoq kiyishga ijozat berdi. Biroq biror ortiq ko'ylak ilib olmaslikni buyurdi. U yana bir yurtga bog'ininglarda qaysi oilada qarshi elinsanglar, u yerdan ketguncha shu oiladala turinglar. Agar biror yerdagi kishilar sizlarni qarshi olmasa va so'zinglarni anglamasa, u yerdan ayrilganinglarda ularni ogohlantirish uchun oyig'inglardagi to'pini qeqib etinglar, dedi. Shunda qilib, shogirdlar yo'lga chiqib, kishilarni gunohlariga tavba qilishga undidi. Ular nurg'un jinlarni haydadi. Nurg'un bemorlarga zaytun yig'ini surkab saqaytdi. Herodxon Hazreti Ayşo haqidagi hamma ishlardan xabar topdi. Chunki Hazreti Ayşoning donqi hamma yerga pur ketgan edi. Ba'zilar bu odam o'limdan tirilgan cho'mildirgichi Yahyo bo'lsa kerak. Uning favqulodda qudratlarga ega bo'lganligining sababi ana shu deyishadi. Ba'zilar u İlyas payg'ambar desa, ya'ni ba'zilar
burunqi payg'ambarlardek bir payg'ambar bo'lsa kerak, deyishatdi. Bularni anglagan Herodxon, "Men qalsini oldigan Yahyo tirilibdi", dedi. Herodning bundaq deyishining sababi, u o'gay oksi Filipning ayoli Herodiyani tortib olganda, u ayolning talibi bilan Yahyoni tutqun qilib, zindonga tashlagan edi. Chunki Yahyo Herodga, "Akangning ayolini tortib olishing Tavrat qonuniga xilofdir", deb kelgan edi. Herodiya shu vajdan Yahyo payg'ambarga o'chmanlik saqlab, uni o'ldiratmoqchi bo'lsa-mu, lekin amalga oshira olmagan edi. Chunki Yahyo payg'ambarning durust va Xudoga atalgan bir odam ekanligini bildigan Herodxon uningdan qo'rqatdi va uni muhofazat qiladi. Herod Yahyo payg'ambarning so'zlarini anglagan chog'larda nima qilishni bilolmay qoladi. Biroq uning so'zlarini yanada qiziqib anglatdi. Herodiya kutgan fursat oxir yetib keldi. Herod o'zining tug'ilgan kunini xotirlash uchun katta ziyofat o'tkazib, qo'l ostidagi amaldorlar, komandanlar va Jaliya o'lkasidagi yurt kattalarini kutib oldi. Herodiyaning burunqi erdan bo'lgan qizi kirib, usul o'ynab berdi. Bu Herod bilan mehmonlarga bakmo yiqib ketdi. Herodxon qizga, "Mendan nima talab qilsangiz, shuni beraman", dedi. Oqidila u qasam qilib yana, "Mendan nima talab qilsangiz, hatto xonlig'imning yerimini desingizmi, marhamat", dedi. Qiz tashqariga chiqib onasidan, "Nima talab qilay?" deb so'radi. "Cho'mildirguchi Yahyoning qolisini talab qil", dedi onasi. Qiz shu an Herodxonning oldiga yugurib kirib, "Cho'mildirguchi Yahyoning qolisini darhol bir taxshi qo'yib, keltirishingizni talab qilaman", dedi. Herodxon buningga nihoyatda o'ng'aysizlangan bo'lsa-mu, mehmonlarning oldida qilgan qasimi tufaylidan qizning talabini rad qilishni ravo ko'rmadi. U darhol bir jallod avatib, Yahyo payg'ambarning qolisini elib kelishni buyurdi. Jallod zindonga berib, Yahyo payg'ambarning qolisini elib, uni bir taxsiga qo'yib, qizning oldiga elib keldi. Qiz uni onasiga topshirdi. Buningdan xabar topgan Yahyo payg'ambarning shogirdlari kelib, jasadni elib berib yerlikka qo'ydi. Yezi qishloqlarga avatilgan elchilar qaytib kelib, Hazreti Aysoning oldiga yig'ildi va qilgan ishlari ham bergan ta'limlarini uningga ma'lum qilishdi. Kelib ketayotganlar nihoyat ko'p bo'lganlikdan Hazreti Ayso va shogirdlarga g'izolanishga vaqt chiqmadi. Shunga Hazreti Ayso ularga, "Yuringlar, men bilan xilvat bir joyga berib, bir dam orom elinglar", dedi. Buning bilan ular kemaga tushib, xilvat bir yerga qarab yo'l oldi. Biroq ularning ketayotganligini ko'rgan bir muncha kishilar ularni tanib olgan edi. Xaloyiq atrofdagi butun yezlardan bas-bas bilan piyoda yo'lga chiqib, ulardan burun u yerga yetib berishdi. Hazreti Ayso kemadan tushib, nurg'un xaloyiqni ko'rdi. Qo'ychisiz qo'y podsiga o'xshaydigan bu insonlarga ich og'ritdi va ularga ko'p narsalarni o'rgatishga boshladi. Vaqt bir yerga berib qolgan edi. Shogirdlari Hazreti Aysoning oldiga kelib, "Bu xilvat bir joy ekan, kashkirib ketdi. Xaloyiqni taqib etgan bo'lsangiz, ular atrofdagi yezi qishloqlarga berib, o'ziga yeydigan bir narsa setib olsin", dedi. Lekin Hazreti Ayso, "Ularga o'zinglar tamoq beringlar", dedi. Shogirdlar Hazreti Aysodan, "Yarim yillik kirimni xajlab, ularga non akilib ulashtirib beramdiq", deb so'radi. "Qancha nininglar bor? Qarab beqinglar", dedi Hazreti Ayso ularga. Ular tekshirib kelgandan keyin, "Bizda 5 non bilan 2 beliq bor ekan", deyishdi. Hazreti Ayso ularga xaloyiqni top-top qilib, yeshil chimliqda o'toq o'sishni buyurdi. Xaloyiq 100 50 dan bo'lib o'tirishdi. Hazreti Ayso 5 non bilan 2 beliqni qo'liga ilib, osmonga qarab, Xudoga shukr etdi. Ondan nonlarni o'shitib, ko'pchilikka taqdi berish uchun
shogirdlarga berdi. 2 beliqni shundoq qildi. Hammanglar yeb to'ydi. Shogirdlar yeshib qolgan non va beliq parchalarini liq 12 sevatga yig'ib oldi. Tamoq yegan erlarning sonila 5000 edi. Buning kaynidilla Hazreti Ayso shogirdlarining kemiga o'tirib, o'zini avval ko'lning u qetidagi Betsayda yesiga o'tishni buyurdi. Bu orada o'zi xaloyiqni taqib etdi. Ularni uzatgandan keyin duo tilovat qilish uchun taqqa chiqdi. Kashqurun kema ko'lning o'tirisiga borgan edi. Quruqlikda o'zi yolg'iz qolgan Hazreti Ayso shogirdlarining paloqni nihoyat tasdi urayotganligini ko'rdi. Chunki qarshi tarafdan shamol chiqyotdi. Tong etishga oz qolganda Hazreti Ayso ko'lning ustida mengib shogirdi tarafga keldi va ularning endi o'tib ketmoqchi bo'ldi. Shogirdlar Hazreti Aysoning ko'lning ustida mengib kelayotganligini ko'rib, uni olvasti deb o'ylab vaqirishib ketdi. Hammanglar uni ko'rib, intayin aloqzodi bo'lishgan edi. Lekin Hazreti Ayso darhol ularga xotirjam bo'linglar, bu men, qo'rqmanglar dedi. Hazreti Ayso kemiga chiqib ularga qo'shilganda shamol to'xtadi. Shogirdlar buningdan intayin hayron qolishdi. Chunki ular non to'g'risidagi mo'jizani texcha tushunmagan edi. Ularning aqli bo'lsa bexudlashib ketgan edi. Hazreti Ayso bilan shogirdlari ko'lning qarshi qetig'i berishida Ginasor degan yerda quruqlikka chiqib kemini bog'ildi. Ular kemidan tushishi bilanla xalq Hazreti Aysoni tonib oldi. Ular yurishib yurib bu xabarni atrofdagi joylarga yetkazdi. Hazreti Ayso qayerda bo'lsa, kishilar bemorlarni zambilga silib, shu yerga elib berishdi. Hazreti Ayso mayli yeza, mayli shahar yoki qishloqqa borsin, xaloyiq bemorlarni asosli ko'chlarga elib chiqib, yotqizib, Hazreti Aysodan bemorlarning hech bo'lmaganda uning tonining peshiga bo'lsa-mu qo'lini tekkizib olishiga ruxsat qilishini so'rab yolvuratdi. Uningga qo'lini tekkizganlarning hammasi saqaydi. 7. bob. Bir kuni Yerusalimdan kelgan ba'zi parislar va Tavrat ustozlari Hazreti Aysoning cho'lsiga yig'ildi. Ular Hazreti Aysoning shogirdlari ichida ba'zilarining tomoqdan burun qo'l yuvish diniy qoidasini ado qilmayla tomoq yeyotganligini ko'rdi. Parislar jumladan butun yahudiylar ajdodlarining an'anasi bo'yicha qo'llarini pokiz yumay turib tomoq yemaydi. Shuningdek, bozordan olgan narsalarni yumay yemaydi. Uningdan boshqa qadah, cho'gin va mis qochlarni yuvish to'g'risida bir muncha an'analarga rioya qiladi. Parislar va Tavrat ustozlari Hazreti Aysodan shogirdlaring nemishqa ajdodlarimizning an'analariga rioya qilmaydi, nemishqa napoq qo'llari bilan tomoq yeydi deb so'rashdi. Hazreti Ayso ularga mundaq javob berdi. Xudo Yashaya payg'ambar orqali oldin aytgan buni so'zlar sizlar soxtipazlarga nima degan mos keladi ha? Uning yozmasida mundaq yozilgan. Bu xalq meni og'zida hurmatlaydi, lekin qalbi mendan yiroq. Menga qilgan ibodati behudadir. Chunki o'rgatganlari Xudoning amrlari emas, balki o'zlari chiqarib olgan fatvolardir. Sizlar Xudoning amrini bir yoqqa qo'yib qo'yib, insonlarning an'anasiga islib oldikansizlar. Hazreti Ayso ularga yana mundaq dedi. O'z an'ananglarni saqlab kelish uchun Xudoning amrlarini bir yoqqa qo'yib qo'yishda nemancha ustulik qilsizlar. Muso payg'ambar ota-onangni hurmat qil va otasi yoki onasini haqoratlaganlarga o'lim jazosi berilsin deb buyurgan. Lekin sizlar ota-onasiga mendan oldigan butun moddiy yordamlarni qurbon qildim
ya'ni Xudoga otvetdim desa, u odam o'z ota-onasining holdan xabar olmasimi bo'ladi deb o'gitsizlar. Shunda qilib, avloddan avlodgacha davomlashtirib kelgan an'analarni deb Xudoning amrini yo'qqa chiqarsizlar. Sizlar bundaq ishlarni ko'p qilasizlar. Hazreti Ayso xaloyiqni yana yeniga chaqirib, ularga: "Hamminglar so'zimga quloq selinglar va shuni tushuninglarki, insonning sirtidan ichi kiradigan narsalarning hech qandig'i uni napoq qilmaydi. İnsonni napoq qildig'ini insonning ichidan chiqadig'idir. Bu so'zlarni qulog'inglarda ching tutinglar", dedi. Hazreti Ayso xaloyiqdan ayrilib uyga kirganda, shogirdlari uningdan bu tamsilning ma'nosini so'rdi. Hazreti Ayso ularga: "Sizlarmi texchi tushunmayotamisizlar? Sirtdan insonning ichiga kiradigan har qanday narsaning uni napoq qilmaydiganligini tushunmaysizlar? Sirtdan kirgan narsa insonning qalbiga emas, oshqozoniga boradi. U yerdan tarat bo'lib chiqib ketadi", dedi. Hazreti Ayso bu so'zlar orqali yemeklarning hammasining halol ekanligini bildirgan edi. Hazreti Ayso so'zini davomlashtirib mundaq dedi: "İnsonni napoq qildig'ini insonning ichidan chiqadig'idir. Chunki yomon niyat, jinsiy axloqsizlik, o'g'rilik, qotillik, zinaxo'rlik, oshko'zlik, yomonlik, hiylagarlik, shahvoniylik, hasadxo'rlik, tuhmatxo'rlik, takabburlik va hamoqatliklar insonning ichidan, ya'ni qalbidan chiqadi. Bu yomonliklarning hammasi insonning ichidan chiqib, insonni napoq qiladi." Hazreti Ayso u yerdan ayrilib, Tir shahrning atrofidagi rayonlarga bordi. U yerda bir uyga kirdi. Aslida u buni hech kimning bilishini xohlamagan bo'lsa-mu, lekin yoshira olmadi. Jin takkan kichkina bir qizning onasi Hazreti Ayso to'g'risidagi xabarni anglagan hamon yetib kelib, Hazreti Aysoning oyig'iga yiqildi. Suriya o'lkasining Fanikiya degan yerda tug'ilgan Yahuda emas bu ayol Hazreti Aysodan qizidagi jinni haydab etishni o'tindi. Hazreti Ayso uningga: "Oldi bilan balla yeb to'ysun. Balalarning nenini ishtog'i tashlab berish to'g'ri emas", dedi. Yelqi ayol buningga javoban: "Shundoq taqsir. Biroq ishtlomu ustal ostida balalardan tushgan non uvoqlarini yeydi-ku", dedi. Hazreti Ayso uningga: "To'g'ri aytding. Mushu so'zing uchun jin qizingdan chiqib ketdi. Endi qaytqin", dedi. Ayol uyga qaytganida qizining karavotda yotganligini ko'rdi. Jin uning tenidan chiqib ketgan edi. Hazreti Ayso Tir shahrining atrofidagi rayonlardan chiqib, Sidon shahri va 10 shahar rayonidan o'tib, yana Galiliya ko'liga keldi. Kishilar uning oldiga g'oz ham tili eg'i bir odamni elib kelib, uning uchisiga qo'lini tekkizib saqaytib qo'yishni talab qilishdi. Hazreti Ayso bu odamni xaloyiq ichidan bir chetga tortib, uning quloqlariga barmoqlarini tiqdi va barmog'iga tukirib, uning tiliga tekkizdi. Ondan osmonga qarab, cho'nqur tinib olgandan keyin u odamga: "Affata, ichil", dedi. U odamning quloqlari shu an ichilib, tili zuvonga kelib, ravrus gap qilishga boshladi. Hazreti Ayso u yerdagilarga buni hech kimga tinmaslikni buyurdi. Lekin har qancha buyurgan bo'lsa-mu, kishilar bu xabarni shuncha keng yeyivetdi. Xaloyiq intayin hayronlik ichida qolgan edi. Ular u qilgan ishlarning hammasi yaxshi. Hatto g'oslarning quloqlarini ichib, qochlarni zuvonga keltirdi, deyishdi. 8-bob. Shu kunlarning birida yana nurg'un xaloyiq yig'ilgan edi. Ularning yeydig'ini bo'lmaganligi uchun Hazreti Ayso shogirdlarini yeniga chaqirib: "Bu xaloyiqqa ichim og'riydi.
Ular 3 kundan beri yenimdan ketmedi. Yeydigan bir narsasimi qolmadi. Ularni uylariga och qo'ysak qaytursam, yo'lda yiqilib qilishi mumkin. Uning ustiga ba'zilari yiroq yerlardan kelgan ekan, dedi. Shogirdlari buningga javoban: "Bunda xilvat bir yerda bunchavala kishini to'ydig'idek nonni nerdan topilib bo'lsin?" deyishdi. "Qancha neninglar bor?" deb so'radi Hazrati Ayso. "7" deyishdi ular. Buning bilan Hazrati Ayso xaloyiqni yerda o'tirishga buyurdi. Ondan 7 nonni qo'lga oldi va Xudoga shukr etib o'shtib, ko'pchilikka taqdim berish uchun shogirdlarga berdi. Ular ko'pchilikka taqatdi. Shogirdlarda yana bir qancha kichik beliqmi bor edi. Hazrati Ayso ular uchunmi Xudoga shukr etib, shogirdlarga ularni taqtishni aytdi. Hammaylar yeb to'ygandan keyin shogirdlar ishib qolgan parchalarni 7 sivatga yig'ib oldi. U yerda 4000 kishi bor edi. Hazrati Ayso ularni yo'lga solgandan keyin shogirdlar bilan birga darhol kemaga tushib, Dalmanut rayoniga ketdi. Parislar kelib, Hazrati Ayso bilan munoziralashishga boshladi. Ular Hazrati Aysoning Xudo tarafidan avatilganligini sinab beqish maqsadida uningdan bir karomat ko'rsatishni talab qilishdi. Hazrati Ayso cho'nqur bir ulug' kichiktinib, bu zamonning odamlari nima uchun karomat ko'rsat deb turdiganda, bilib qo'yinglarki, ularga ko'rsatilgan karomat yo'q, dedi. Ondan ulardan ayrilib, yana kemaga o'tirib, ko'lning u qetiga o'tib ketdi. Shogirdlar non ilishni unutgan bo'lib, kemda bir nondan boshqa yemak yo'q edi. Hazrati Ayso ularni ogohlantirib, "Hoşyar bo'linglar. Parislar bilan Herodxonning ishqisidan ehtiyot qilinglar", dedi. Shogirdlar bir-biriga "Non akamiganimiz uchun shundoq davotsi kerak", deyishdi. Ularning nima deyishayotganligini bilgan Hazrati Ayso ulardan: "Sizlar nima uchun non akamiginglar to'g'risida so'zlashsizlar? Texchi tushunmayvatamsizlar. Sizlar texchi bexudmi? Ko'zinglar turib ko'mayvatamsizlar. Qulog'inglar turib olmayvatamsizlar. Esinglarda yo'qmi? 5 nonni 5000 kishiga ulashtirgunimda ishib qolgan non parchalarini qancha sevatga yig'ib olgan edinglar?" deb so'radi. 12 sevatga, deyishdi ular. 7 nonni 4000 kishiga ulashtirgunimda ishib qolgan nonlarni qancha sevatga yig'ib olgan edinglar? dedi Hazrati Ayso. 7 sevatga, deyishdi ular. Hazrati Ayso ularga: "Undaqda yana tushunmadinglarmi?" dedi. Hazrati Ayso bilan shogirdlari Betsayda yesiga keldi. U yerda kishilar Hazrati Aysoning oldiga bir ko'r odamni elib kelib, uning qo'lini tekkizib, saqaytib qo'yishni o'tindi. Hazrati Ayso ko'r odamning qo'lidan yetilib, yezning sirtiga elib bordi va uning ko'zlariga tukirib, qo'llarini tekkizib, "Bir narsa ko'ryotamsan?" deb so'radi. U odam beshini ko'tarib, "Kishilarni ko'ryapman. Biroq ular xuddi menib yuradigan daraxtlarda ko'rinyapti", dedi. Ondan Hazrati Ayso qo'llarini u odamning ko'zlariga yana bir qitim tekkizdi. Shuning bilan uning ko'zlari ichilib, hamma narsani aniq ko'rdi. Hazrati Ayso bu ishni hech kimning uqmasligi uchun uni uyga qaytarish oldida uningga "Uyga qaytish yo'lingda yezg'i kirma" deb topildi. Hazrati Ayso shogird bilan birga Filip Qaysariyasi degan rayonga qarashliq yezlarga bordi. U yo'lda shogirdlaridan "Kishilar meni kim deb biladi ekan?" deb so'radi. Shogirdlari uningga "Ba'zilar sizni cho'mildirguchi Yahyo, ba'zilar İlyos payg'ambar va yana ba'zilar boshqa qadimki payg'ambarlarning biri deb biladi ekan" deb javob berishdi. Hazrati Ayso yana ulardan "Sizlar-chu, sizlar meni kim deb bilasizlar?" deb so'radi. "Siz qutqizuvchi Masih ekansiz" deb javob berdi Petrus. Hazrati Ayso ularga
bu haqda hech kimga tinmaslikni topiladi. Ondan Hazreti İsa inson o'g'lining nurg'un azob oqibat tortishi, oqsoqollar, oliy ruhoniylar va Tavrat ustozlari tarafidan rad qilinishi, o'ldirilishi va 3 kundan keyin tirildirilishi kerakligini shogirdlarga uqtirishga boshladi. U buni shogirdlarga ochiq oshkora so'zladi. Buning bilan Petrus Hazreti İsa'ni bir chetga tortib, Masihning beshiga bundaq kelishmasliklarning kamaydiganligini aytib, uni aybladi. Lekin Hazreti İsa burilib, shogirdlarga qaradi va Petrusni ayblab, "Yo'qol ko'zimdan. Shaytondek so'zlayapsan. O'ylaganlaring Xudoning emas, insonning xiyolidir", dedi. Ondan u shogird bilan billa xaloyiqni chaqirib mundaq dedi: "Kimda kim bana egishishni xohlasa, o'z xohishidan voz kechib, o'zining krestini ko'tarib bana egashsin. Chunki o'zi 3 yil yashaydiganlar aksicha hayotidan mahrum bo'ladi. Biroq o'z xohishidan voz kechib, men va xushxabar uchun yashaydiganlar hayotini saqlay oladi. Bir odam butun dunyoga ega bo'lib, hayotidan mahrum qolsa, buning nima foydasi bo'lsin? Nemini to'labmi hayotlikqa erishkili bo'lsin?" Bu zamonning vafosiz va gunohkor kishilari oldida kimda kim mendan va mening so'zlarimdan nomus qilsa, inson o'g'li bo'lgan menmi, otamning shon sharfi ichida muqaddas farishtalar bilan birga qaytib kelganimda uningdan nomus qilaman. 9-bob. Hazreti İsa ularga yana: "Bilib qo'yinglarki, bu yerda tuğanlarning ba'zilari Xudoning podshohligining kuch-qudrat bilan ayon bo'lganini ko'rmaguncha o'lmaydi." 6 kundan keyin Hazreti İsa faqat Petrus, Yaqub va Yuhannanla elib egiz bir toqqa chiqdi. U yerda Hazreti İsa'ning qiyofati ularning ko'z oldida o'zgardi. Kiyimlari ko'zni shunchalik qamashtig'idek oppoq bo'lib ketdiki, dunyodagi har qanday oqatquchmi kirni unchalik oqartolmaydi. To'satdan shogirdlarga İlyas payg'ambar va Musa payg'ambarning Hazreti İsa bilan so'zlashayotganligi ko'rindi. Petrus Hazreti İsa'ga: "Ustozim, bu yerda bo'lganimiz nima degan yaxshi? Biri sizga, biri Musa payg'ambarga, yana biri İlyas payg'ambarga deb bu yerga 3 gapi yasayli", dedi. Petrus nima deyishni bilmay qolgan edi. Chunki shogirdlar nihoyat qo'rqishib ketgan edi. Shu asnoda bir parcha bulut paydo bo'lib, ularni qoplab oldi. Bulutdan Xudoning: "Bu mening so'yimlik o'g'lim. Uning so'ziga quloq selinglar", degan ovoz keldi. Shogirdlar shu an atrofiga qarashdi. Lekin yanida Hazreti İsa'dan boshqa hech kim ko'rinmadi. Tog'dan tushib yetib, Hazreti İsa shogirdlarga inson o'g'li o'limdan tirildirilmaguncha ko'rganlarini hech kimga tinmaslikni buyurdi. Ular Hazreti İsa'ning so'zini ko'ngliga pukib, o'limdan tirilish deganning ma'nosining nima ekanligi to'g'risida o'zaro fikrlashdi. Shogirdlar Hazreti İsa'dan yana: "Tavrat ustozlari nima uchun İlyas payg'ambar qutquzuvchi Masih kelishidan avval qaytib kelishi kerak deyishdi?" deb so'rashdi. Hazreti İsa ularga mundaq dedi: "Albatta, İlyas payg'ambar cho'qim qutquzuvchi Masihdan avval kelib, hammani qilibig'i soldi. Undaqda muqaddas yozmalarda inson o'g'li ko'p azob oqibat chekdi va rad qilindi deb putilganiga qandoq qaraysizlar? Bilib qo'yinglarki, İlyas payg'ambar haqiqatan keldi va xuddi muqaddas yozmalarda u haqida yozilgandek kishilarning uningga qilmagan eskiligi qolmadi." Ular boshqa shogirdlarning yeni qaytib borganida nurg'un xaloyiqning ularning atrofiga olishib olganligini, bir muncha Tavrat ustozlarining ular bilan munozirlashayotganligini ko'rdi. Xaloyiq
Hazreti Aysoni ko'rib, intayin hayron bo'lishdi va yugurib kelib, uning bilan salomlashdi. Hazreti Ayso shogirdlaridan, ular bilan nima to'g'riliq munozirlashyapsizlar, deb so'radi. Ko'pchilikdan biraylan uningga, ustoz, men o'g'limni sizning oldingizga elib keldim. Chunki uningga jin chopishib elib, gap qila olmas qilib qo'ydi. Jin har qitim o'g'limga choplashsa, uni yaga yiqitib yetadi. Bolaning og'zidan ko'pik chiqib, tishlari kirishib ketadi. Butun a'zoyi ketib qoladi. Shogirdlaringizdan jinni haydab etishni so'rgan edim, biroq ularning qo'ldan kamidi, dedi. Ey e'tiqodsiz avlod, sizlar menga ishonguncha, men sizlar bilan yana qanchalik birga bo'lishim kerak? Yana qachongacha bardoshlik beray? dedi Hazreti Ayso. Bolani oldimga elib kelinglar. Ular bolani Hazreti Aysoning oldiga elib keldi. Jin Hazreti Aysoni ko'rish bilanla bolaning butun badanini tortishtirib etdi. Bola yiqilib, og'zidan ko'pik chiqib, yerda yumlashqa boshladi. Hazreti Ayso bolaning otasidan, uning beshiga bu kun kaginiga qanchalik vaqt bo'ldi, deb so'radi. Kichigidan tortib shundoq. Jin uni yo'qotish uchun ko'p qitim o'tqa va suvga tashildi. Qo'lingizdan kelsa, bizga shafoat qilib, holimizga yetkaysiz, dedi bolaning otasi. Siz nemishqa qo'lingizdan kelsa deysiz? Ishonch bor bo'lgan odamga hamma ish mumkin, dedi Hazreti Ayso uningga. Ishonchim bor, lekin ojiz. Ishonchimni kuchaytgaysiz, dedi bolaning otasi shu an. Hazreti Ayso xaloyiqning yugurishib kelganligini ko'rib, jinni ayblab, "Hey odamlarni g'os va g'och qildigan jin, buyruq qilamanki, bolaning tenidan chiq, ikkinchi kirguchi bo'lma", dedi. Shuning bilan jin bir faryod ko'tardi-da, bolaning badanini qattiq tortishtirib, uning tenidan chiqib ketdi. Bola o'likdek jim bo'lib qoldi. U yerliklarning ko'pchiligi bolani o'ldi deyishdi. Lekin Hazreti Ayso bolani qo'lini tutib turg'izganda, bola o'rnidan turdi. Hazreti Ayso uyga kirib, shogirdlari bilan yolg'iz qolganda, ular uningdan, "Biz nima uchun jinni haydayanmidik?" deb so'rashdi. Hazreti Ayso ularga, "Bu xil jinni faqat duo bilanla haydagili bo'ladi", deb javob berdi. Ular bu yerdan ayrilib, Jaliliya o'lkasi orqali yurib ketdi. Hazreti Ayso o'zining qayerda ekanligini hech kimning bilishini xohlamadi. Chunki u shogirdlarga ta'lim berayotgan bo'lib, o'zi haqida inson o'g'li boshqalarning qo'liga topshirilib o'ldirildi. Lekin o'ldirilib 3 kundan keyin tirildi degan edi. Shogirdlar bu so'zlarni tushunmadi. Biroq Hazreti Aysodan so'rashqimi petin olmadi. Ular Kapernaum shahriga keldi. Uyga kirgandan keyin Hazreti Ayso shogirdlaridan, "Yo'lda nima to'g'risida talash-tortish qilishdinglar?" deb so'radi. Ularning hech qaysisi zuvan surmadi. Chunki ular yo'lda kimning eng ulug' ekanligi to'g'risida talash-tortish qilishgan edi. Hazreti Ayso o'ltirib, 12 shogirdini yeniga chaqirib ularga, "Kim oldinqisi bo'lishni xohlasa, eng oxirgisi va hammalarning xizmatkori bo'lsin", dedi. Ondan u kichik bir bolni o'ttirda turg'izdi va uni quchog'iga elib turib, ularga mundoq dedi: "Kim meni deb bundoq kichik bolni qabul qilsa, u meni qabul qilgan bo'ladi. Kim meni qabul qilsa, u menili emas, balki meni avatguchini qabul qilgan bo'ladi." Yuhanna Hazreti Aysoga, "Ustoz, sizning nomingiz bilan jillarni haydayotgan birsini ko'rdik. Lekin u bizga o'xshash sizga agashmaganligi uchun uni to'sdik", dedi. "Uni to'smanglar", dedi Hazreti Ayso. "Chunki mening nomim bilan mo'jiz yaratgan kishi orqadinla mening ustimdan yomon gap qilmaydi",
bizga qarshi turmaganlar bizni qo'llaganlardir. Bilib qo'yinglarki, qutqizuvchi Masihga mansub bo'lganlar uchun sizlarga hatto birorchini suv bergan kishimi jazman mening inomimdan mahrum qolmaydi. Kim menga e'tiqod qilgan bunda kichiklarning birini gunohga ozdursa, shu odam uchun aytganda bo'yniga yo'g'on tugma tish isilgan holda dengizga cho'ktirilgini afzal. Agar qo'ling seni gunohga ozdursa, uni kesib tashla. Ikki qo'ling bu holda do'zaxqa mangu o'chmas o'tga kirganingdan ko'ra, cho'loq holda mangulik hayotga erishganing afzal. Agar putung seni gunohga ozdursa, uni kesib tashla. Ikki putung bu holda do'zaxqa tashlanganingdan ko'ra, to'ku holda mangulik hayotga erishganing afzal. Agar ko'zing seni gunohga ozdursa, uni o'yib tashla. Ikki ko'zing bu holda do'zaxqa tashlangandan ko'ra, birli ko'zing bilan bo'lsa-mu, Xudoning podshohligiga kirganing afzal. Do'zaxda qurt qo'ng'iz o'lmaydi, yolqinliq o't o'chmaydi. Har bir qurbonlik tuzlangandek, hamma odam o'tdan o'tidi. Tuz yaxshi narsadir. Biroq tuz o'z kuchidan qolsa, uni qandoq asliga keltirgili bo'ladi. Shuningga o'xshash, sizlarmu tuzdek bo'lib, oranglardagi inoqlikni saqlanglar. 10-bob. Hazreti İsa u yerdan ayrilib, Yahudiya o'lkasini besib o'tib, Iordan daryosining u qiyidagi rayonlarga bordi. Uning atrofiga yana to'p odam yig'ilgan edi. U ko'pchilikka har qitimqidek ta'lim berishga boshladi. Hazreti İsa'ning yeniga kelgan ba'zi farisilar uningga tuzoq qurish maqsadida bir odamning ayolini taloq qilishi Tavrat qonuniga uyg'unmi deb so'rdi. Musa payg'ambar sizlarga nima deb buyurgan? Dedi Hazreti İsa. Musa payg'ambar Allahning ayolini bir parcha taloq xati yezibla taloq qilishiga ruxsat qilgan, deyishdi ular. Hazreti İsa ularga, "Tarsalg'inglardan Musa payg'ambar bu buyruqni yozgan. Xudo olamni yaratganda insonlarni er va ayol qilib yaratdi. Bir odamning ota-onasidan ayrilib, ayoli bilan birlashib, bir tan bo'lishi ana shu sababdandir. Shundoq ekan, ayol ayrim ikki tan bo'lmasdan bir tandir. Shuning uchun Xudo qo'shganni inson ayirmasin," dedi. Ular uyga kirgandan keyin shogirdlari bu haqda Hazreti İsa'dan yana so'radi. Hazreti İsa ularga, ayolini taloq qilib, boshqa birini amriga olgan kishi zina qilgan bo'ladi. Eridan ajrashib, boshqa erga tekkan ayolmi zina qilgan bo'ladi, dedi. Qo'lini taksib baxtilsin deb, kishilar kichik bolalarni Hazreti İsa'ning oldiga elib keldi. Biroq shogirdlar ularni aybladi. Buni ko'rgan Hazreti İsa xafa bo'lib shogirdlarga, "Bolalar oldimga kelsin, ularni to'smanglar, chunki Xudoning podshohligiga kirdiganlar dal mushularga o'xshashlardir. Bilib qo'yinglarki, kim Xudoning podshohligini sabiy bolalardek qabul qilmasa, uningga hargiz kirolmaydi," dedi. Shuning bilan u bolalarni quchog'iga elib, ularga qo'llarini tekkizib baxt tiladi. Hazreti İsa safarga chiqish oldida bir kishi yugurib kelib uning oldiga tiz bukib, "Hey, yaxshi ustoz, mangulik hayotga erishish uchun qanday qilishim kerak?" deb so'radi. Hazreti İsa uningga, "Meni nemishqa yaxshi deysiz? Yegona Xudodan boshqa yaxshi yo'q. Siz Tavratda buyurilgan qotillik qilma, zina qilma, o'g'irlik qilma, yolg'on guvohlik berma, boshqalarni qoqti-so'qti qilma, ota-onangni hurmat qil degan farzlarni ado qiling," dedi. "Ustoz, bularga kichigidan tortib amal qilib kelyapman," dedi hilqi odam. Hazreti İsa uningga
mehribonlik bilan qarab, sizda qilishga tegishli yana bir ish kam. Berib, bütün mol mulkingizni setib, pulini kambag'allarga bering. Shunda qilsangiz, arishda g'aziningiz bo'ladi. Ondan kelib, menga agishing, dedi. Bu so'zni anglash bilanla bu odamning chiroyi o'zgarib, qayg'u ichida u yerdan ketib qoldi. Chunki uning mol dunyosi nihoyat ko'p edi. Hazrati Ayso o'pchirsi ko'z yugurtib chiqqandan keyin shogirdlarga mol dunyosi ko'plarning Xudoning podshohligiga kirishi nima degan tasa, dedi. Shogirdlar uning so'zlariga hayron bo'lishdi. Lekin Hazrati Ayso ularga yana "Bolalarim, Xudoning podshohligiga kirish nima degan tasa? Boylarning Xudoning podshohligiga kirishi to'gining yengli to'shigidan o'tishidanmi tas ekan", dedi. Shogirdlar texmu hayron bo'lishib, bir-biridan "Undaqda kim qutqizishga erishalaydi?" deb so'rashdi. Hazrati Ayso ularga qarab, "Bu insonlarning qo'lidan emas, Xudoning qo'lidan keladigan ishdir. Chunki Xudo hammaga qodirdir", dedi. "Mana, biz hammani tashlab sizga agashdik. Sizcha biz qutqizilamdik", dedi Petrus kayinvilla. "Bilib qo'yinglarki, meni va xushxabarni deb uyi, aka-ukalari, ocha-singillari, ota-onasi, bola chaqilari yoki yer ziminlardan voz kechganlarning hammasi bu dunyoda ziyonkashlikka uchrash bilan birga 100 haslab uy, aka-uka, ocha-singil, ona, bola chaqa va yer ziminlarga erishidi. Kiradigan dunyodimi mangulik hayotga erishidi. Lekin shu chog'da nurg'un oldingi qatordagilar oxirqilar bo'ladi. Nurg'un oxirqilar oldingi qatorga chiqadi", dedi Hazrati Ayso. Ular Yerusalimga boradigan yo'lda edi. Hazrati Ayso hammaning oldida ketyotdi. Shogirdlari uning xatar yuz berish mumkinchiligi bo'lgan u sharga oldirab manganligidan hayron edi. Ularga agashganlarmi qo'rqinch ichida ketyotdi. Hazrati Ayso 12 shogirdini yana bir chetga tortib, ularga o'z beshiga keldiganlarni uqtirib, "Mana, biz hozir Yerusalimga ketyapmiz. Inson o'g'li oliy ruhoniylar va Tavrat ustozlariga topshirildi. Ular uni o'lim jazosiga mahkum qilib, Rimliklarga topshirib berdi. Rimliklar uni masxara qiladi, yuziga tukirdi, uni qamchilaydi va o'ltirdi. Lekin u 3 kundan keyin qaytib tirildi", dedi. Zebeyining o'g'illari Yoqub bilan Yuhanna Hazrati Aysoning oldiga kelib, "Ustoz, bizning bir talabimiz bor edi. O'rinda berishingizni o'tinimiz", deyishdi. "Sizlarga nima qilib berishimni talab qilsizlar?" deb so'radi Hazrati Ayso. "Siz shon sharafga erishganingizda birimizni o'ng yeningizda, birimizni so'l yeningizda o'tirg'izg'aysiz", deyishdi ular. "Sizlar nima talab qilganlarni bilmayapsizlar", dedi Hazrati Ayso. "Men ichidigan azob qadigini va men qabul qildigan cho'mildirishni sizlarmi qabul qila olamsizlar?" "Qabul qila olamiz", deyishdi ular. Hazrati Ayso ularga, "Sizlar haqiqatanmi mening azob qadigimga va cho'mildirishimga o'rtoq bo'lasizlar. Biroq o'ng yoki so'l yenimda o'ldirishinglarga ruxsat qilish mening ixtiyorimda emas. Bu o'rinlar kimlarga tayyorlangan bo'lsa, shular o'ltirdi", dedi. Buningdan xabar topgan boshqa 10 shogird Yoqub bilan Yuhannaga xafa bo'lishga boshladi. Hazrati Ayso ularni yeniga chaqirib mundaq dedi: "Sizlarga ma'lum, bu dunyodagi hukmron deb qaralganlar qo'l ostidagi xalq ustidan rahimsizlik bilan hokimiyat yurgizdi. Amrlari ularni qattiq qo'llik bilan idora qiladi. Biroq sizlarning oranglarda bundaq ish bo'lmasin. Sizlardan kim martabalik bo'lishni xohlasa, u qog'onlarga xizmat qilsin. Kim birinchi bo'lishni xohlasa, u hamma odamning quli bo'lsin.
Chunki inson o'g'limi boshqalarni o'ziga xizmat qildirg'ili emas, boshqalarga xizmat qilg'ili va jinni pido qilish badiliga nurg'un odamlarni gunohdan ozod qilg'ili keldi. Keyin ular Erixa shahriga keldi. Hazrati Ayso shogirdlari va nurg'un xaloyiq bilan birga Erixadan qaytgan vaqtda Timayning Bartimay ismli qarg'u o'g'li yo'l bo'yida o'tirib tilanchilik qilyotdi. U Nasiralik Aysoning u yerda ekanligini anglab, "Hey podsho Davudning avlodi Ayso, menga rahim qilg'aysiz" deb to'lashga boshladi. Nurg'un odamlar uni ayblab, unini chiqamasligini aytdi. Lekin u, "Hey podsho Davudning avlodi, rahim qilg'aysiz" deb texmi qattiq to'g'ildi. Hazrati Ayso qadamini to'xtatib, "Uni chaqiringlar" dedi. Chaqirg'ili bog'lar qarg'uga, "Qo'rqma, o'rningdan tur, u seni chaqiryotidi" deyishdi. U odam chopini silib tashlab, o'rnidan dast turib, Hazrati Aysoning oldiga keldi. Hazrati Ayso uningdan, "Mendan nima talab qilasan?" deb so'radi. Qarg'u, "Ustoz, ko'zimning ichishini talab qilaman" dedi. Hazrati Ayso, "Qaytsang bo'ladi. Menga bog'ilgan ishonching seni saqaytdi" dedi. U odamning ko'zi shu an ichildi. Shuning bilan u odam yo'l bo'yi Hazrati Aysoga ergishib mangdi. 11. bob. Hazrati Ayso shogirdlar bilan Yerusalimga yaqinlashib, Zaytun teg'ining etigidagi Baytboji va Baytoniya degan yezlarga kelganda, ikki shogirdini mundaq deb oldin avatdi. "Sizlar oldimizdagi yezg'i beringlar. Yezg'i kiriblar, texi minilib boqmagan bir taxayning bog'liq tuğanligini ko'rsizlar. Uni yeyishib, yetilab kelinglar. Agar biri sizlardan "Nemishqa bundaq qilsizlar" deb so'rab qolsa, Rabbimizning buningga hojati tushdi, bir damdan keyin qaytirib berdi denglar. Ular berib, yo'l ustidagi bir uyning darvozasi yonida bog'liq turgan bir taxayni ko'rdi. Ular tonni yeyishayotgan chog'da u yerda turgan ba'zi kishilar "Taxayni yeyishib nima qilsizlar" deyishdi. Shogirdlar Hazrati Aysoning deganlarini aytganda, yilqi kishilar ularga yo'l qo'ydi. Shogirdlar taxayni Hazrati Aysoning oldiga yetlab kelib, ustiga o'z chapalarini soldi. Hazrati Ayso taxayga mindi. Nurg'un xaloyiqning ba'zilari chapanlarini, ba'zilari o'pchirdagi itlardan kesgan shox shumbularni yo'lga poyandoz qilib soldi. Oldida mangan va kaydin egashganlar, "Xudoga shukr, Parvardigorimizning nomida kelguchiga muborak bo'lsin. Ajdodimiz Davudning podshohligining izbosoriga muborak bo'lsin. Arshalodagi Xudoga shukrlar o'qilsin" deb vaqirshotdi. Hazrati Ayso Yerusalimga berib, markaziy ibodatxona ho'ylariga kirdi va hamma narsani ko'zdan kechirdi. Biroq kech kirib qolg'achqa 12 shogirdi bilan birga yana Baytoniyaga qaytdi. Etsi ular Baytoniyadan chiqqanda Hazrati Aysoning qo'ziga ichib ketgan edi. U yiroqdagi baroqson bir tut anjir darig'ini ko'rib, hech bo'lmaganda to'ng anjir bo'lsimi bordu deb uningga qarab mangdi. Daraxtning yeniga bog'inda yo'pilmoqdan boshqa hech narsa topolmadi. Bu anjir pishadigan vaqt emas edi. Hazrati Ayso daraxtga, "Buningdan keyin hech kim sening mevangni yemagay" dedi. Shogirdlarimi buni angladi. Ular Yerusalimga keldi. Hazrati Ayso markaziy ibodatxona ho'ylariga kirib, u yerda ilm setim qilayotganlarning hammasini haydab chiqishga boshladi. Pul tegishganlarning shiralarini va kaptar sotquchilarning o'rindiqlarini o'rib, mol ko'tirib olgan har qanday odamning ibodatxona ho'ylaridan o'tishiga ruxsat qilmadi. U xalqqa ta'lim berganda mundaq dedi: "Muqaddas yozmalarda Xudoning mening uyim butkul xalqlarning duo tilovatxonasi deb atalsin degan so'zi yozilgan emasmi? Lekin sizlar uni bulangchilarning uvusiga aylantirib olibsizlar" dedi. Oliy ruhaniylar
ve Tavrat ustazları bunu anlap, Hazreti İsa'nı uçuqtirib etishning chorasini izlashga başladı. Ular Hazreti İsa'dan qo'rqatdi. Chunki bütün haloyiq uning ta'limiga hayron edi. Kashqurulları Hazreti İsa bilan shogirdlari shaharning sirtiga chiqib ketadi. Etsi etiganda Hazreti İsa bilan shogirdlari Anjir darig'ining yendi o'tib ketib etib, daraxtning yildizidan qurib ketganligini ko'rishdi. Tunugunki vaqani esiga olgan Petrus: "Ustoz, qarang, siz qarg'an anjir darig'i qurib ketibdi", dedi. Hazreti İsa ularga javoban mundaq dedi: "Xudoga ishoninglar. Bilib qo'yinglarki, kim bu taqqa qo'zg'al, dengizga tashlan desa va ko'ngli gumonlanmay, e'tiqodlarining amalga oshishiga ishonch qilsa, uning talibi ijobat bo'ladi. Shuning uchun sizlarga aytmanki, duo bilan tilgan har qanday narsaga erishdim deb ishoninglar. Shunda talabinglar ijobat bo'ladi. O'rinlardan turib duo qilinglarda birarsiga qo'saq ko'pinglar borligi yodinglarga kelsa, uni kechiringlar. Shu chaqda arishdagi otanglarmi sizlarning gunohlaringlarni kechirim qiladi. Sizlar boshqalarni kechirim qilmasanglar, arishdagi otanglarmi sizlarning gunohlaringlarni kechirim qilmaydi." Ular yana Yerusalimga qaytib keldi. Hazreti İsa markaziy ibodatxona g'oylarida aylanib yurganda, oliy ruhoniylar, Tavrat ustozlari va oqsoqollar uning yeniga kelib, "Siz qilayotgan ishlarni qaysi huquqqa tayinib qilyapsiz? Sizga bundaq qilish huquqini kim bergan?" deb so'radi. Hazreti İsa ularga: "Men avval sizlardan bir savol so'ray. Sizlar uningga javob beringlar. Shu chaqda men bu ishlarni qaysi huquqqa tayinib qilayotganligimni aytib beraman. Aytinglarchu, Yahyo payg'ambarga cho'mildirish huquqini Xudo berganmi yoki insonlarmi?" dedi. Ular o'zaro munozara qilishga boshlab, "Agar Xudo bergan desak, undaqda sizlar nima uchun Yahyoga ishonmadinglar?" deydi. "Biroq biz qandoqmi insonlar bergan deyalaymiz?" deyishdi. Chunki ular Yahyoni haqiqatan payg'ambar deb hisoblaydigan xalqdan qo'rqatdi. Buning bilan ular Hazreti İsa'ga "Bilmaymiz" deb javob berishdi. Undaqda menmi bu ishlarni qaysi huquqqa tayinib qilayotganligimni aytmayman, dedi Hazreti İsa ularga. 12. bab. Ondan Hazreti İsa ularga tamsiller bilan so'zlashga boshladi. Bir kishi bir uzumzorlik barpo qilib, atrofini chitlabdi. Musallas ishlash uchun uzumzorlikqa bir ko'lchak qoziribdi va bir ko'zatxona yostibdi. Keyin uzumzorlikni ijaraga berib, o'zi yiroq bir yerga ketibdi. Uzumlarni uzdigan mazgil kelganda, u hosilning bir ulushini elib kelishga qullaridan birini ijorakashlarning yeniga avatibdi. Lekin ijorakashlar yelki qulni tutib elib, dumbalab, quruq qo'l qaytiribdi. Xo'jayin yana bir qulni avatibdi. Ijorakashlar uningmi bosh ko'zini yerib, haqoratlab qaytiribdi. Keyin xo'jayin yana bir qulni avatibdi. Lekin u o'ldirilibdi. Yana bir muncha qullarini avatibdi. Ularningmi ba'zilari tayoq yeb, ba'zilari o'ldirilibdi. Xo'jayinning yanida birla odami, ya'ni uning suyimlik o'g'lini qopdi. U o'g'limni hurmat qilar deb ijorakashlarning yeniga eng oxirida uni avatibdi. Lekin ijorakashlar o'zaro, bu bo'lsa xo'jayinning mirosxo'ri, kelinglar, uni o'ldirib deyli. Uzumzorlik bizga o'ngchi qolsin deyishibdi. Shunda qilib, uni tutib o'ldirib, uzumzorlikning sirtiga so'rab ochiqib etibdi. Bundaq ahvolda uzumzorlikning xo'jayini bu ijarkashlarni qandoq qiladi? Jazman ularni o'ldirib, uzumzorligini boshqalarga ijaraga berdi. Sizlar
Zaburdaki bunu sözlerini zodi o'qimgandinglar. Tomchilar tashlab etgan tosh qurilishning ul teshi bo'lib qoldi. Bu Parvardigor tarafidandir. Biz uchun ajoyib bir ishdir. Hazrati Aysoning bu tamsilni o'zlariga qartib etqonligini tushungan Yahudilarning cho'nglari uni tutqun qilmoqchi bo'ldi. Lekin xalqning qo'qib, uni tashlab ketib qoldi. Shuningdan keyin Yahudilarning cho'nglari Hazrati Aysoni uning o'zining so'zlari bilan tuzoq tushirish maqsadida Parislardan va Rimdan tayinlangan Herod podshoning tarafdorlaridan ba'zilarni uning yeniga avatdi. Ular kelib Hazrati Aysoga, "Ustoz, sizning samimiy odam ekanligingizni, hech kimga yuz xotir qilmaydiganligingizni bilamiz. Chunki kishilarning sirtqi qiyofati bilan hisoblashmay, ularga Xudoning yo'lini sodiqlik bilan o'rgatib keldingiz. Sizcha Rim imperatori Qaysarga bosh topshirishimiz Tavrat qonunimizga xilofmi, qandoq? Zodi bosh topshiramdiq, topshirmamdiq?" deyishdi. Ularning soxtipazligini bilgan Hazrati Ayso, "Nemishqa meni so'zim orqali ilindirmoqchi bo'lyapsizlar? Menga bir dona kumush tanga beringlar, ko'rib boqay", dedi. Pul elib kelindi. Hazrati Ayso ulardan, "Buning ustidagi surat va ism kimning?" deb so'radi. "Rim imperatori Qaysarning", deyishdi ular. "Undaq bo'lsa, Qaysarning haqqini Qaysarga, Xudoning haqqini Xudoga topshiringlar", dedi Hazrati Ayso ularga. Ular Hazrati Aysoning so'zlariga hayron qolishdi. O'lganlar tirilmaydi deb qaraydigan Saduqiy dini iqimidagilar Hazrati Aysoning oldiga kelib, "Ustoz, Musa payg'ambar Tavratda bir kishi o'lib ketib, ayoli tul qilib, farzand ko'migan bo'lsa, o'lguchining aka yoki inisi tul qolgan yangisini amriga elib, qerinishi uchun nasl qoldirishi lozim" deb yozgan. Burun 7 oqufga o'tgan ekan. Cho'ngi o'ylinib, farzand qoldirmayla olamdan o'tibdi. Keyindiki inisi yangisini amriga elib, umu farzand ko'may olamdan o'tibdi. Keyindiki inisimi shundoq bo'libdi. Shundoq qilib 7-chisigacha uni elib chiqibdi. Lekin hech qaysisi farzand ko'may olamdan o'tibdi. Oxirida u ayolmi olamdan o'tibdi. Endi so'raydiganimiz shuki, qiyomat kuni bu ayol kimning ayoli bo'lib tiriladi? Chunki 7 qindoshning hammasi uni xotinlikqa olganda, deyishdi. Hazrati Ayso ularga mundaq javob berdi: "Sizlar muqaddas yozmalarni va Xudoning qudratini bilmaganliginglar uchun mana shundoq xatolisizlar emasmi? O'limdan tirilgandan keyin insonlar arishdagi pashitlarga o'xshash xotin olmaydi, erga tegmaydi. O'limdan tirilish masalasi haqida Musa payg'ambar orqali tushirgan Tavratda o'qimadinglarmi? Ajdodlarimiz Ibrohim, Ishoq va Yoqublar olli-burun olamdan o'tgan bo'lsa-mu, Tavratdagi tikanlikning kuyishi haqidagi bayonda Xudo ularni tirik hisoblab, "Men Ibrohim, Ishoq va Yoqublar e'tiqod qilib kelgan Xudo bo'laman", deydi. Demak, Xudo o'liklarning emas, tiriklarning Xudosidir. Sizlar tamoman xatolashdinglar. Ularning munozirasini anglagan va Hazrati Aysoning ularga yaxshi javob berganligini ko'rgan bir Tavrat ustozi Hazrati Aysoning oldiga kelib, "Bütün amrlarning ichida eng muhimi qaysi?" deb so'radi. Hazrati Ayso mundaq javob berdi: "Eng muhimi shuki, anglag'in ey Isroillar, Parvardigorimiz bo'lgan Xudo birdan bir Xudodir. Parvardigorim bo'lgan Xudoni bütün qalbing, bütün jining, bütün zehning va bütün kuching bilan so'ygin. Yana bir amr bo'lsa, qo'shningni o'zingni so'ygandek so'y. Mana bulardan muhim amr yo'q." "To'g'ri aytdingiz ustoz", dedi Tavrat ustozi Hazrati Aysoga. "Xudo birdir, uningdan boshqasi yo'qdir deganingiz durust. İnsanning Xudoni bütün qalbi, bütün ahli va bütün kuchi bilan so'yishi
hem qo'shnisini o'zini söygəndək söyüşü, Xudaga atalgan her qandaq köydürmü qurbanlıq ve hədiyələrdinmi muhimdir. Hazreti İsa onun aqilona cavab berganligini ko'rib, siz Xudoning podshohligidan yiroq emassiz, dedi. Shundan keyin uningdan hech kim savol so'rashga petin olmadi. Hazreti İsa markaziy ibodatxona g'oylarida ta'lim berib etib, mundaq savolni o'tirg'i qo'ydi. Tavrat ustozlari qutqizuvchi Masihni podsho Davudning avlodi deb turibsa, qandoq bo'ladi? Davud podsho o'zi muqaddas ruhning ilhomi bilan mundaq degan-ku. Parvardigor Xo'jayinimga aytdiki, men sening dushmanlaringni oyog'ing ostida satguncha, mening o'ng yonimda o'ltirg'in. Qutqizuvchi Masih podsho Davudning avlodi bo'lsa-mu, lekin podsho Davud Masihni Xo'jayinim degan yerda, Masih uningdan ulug' bo'lmamdi. U yerdagi jamoat Hazreti İsa'nın sözünü zoq bilan anglatdi. Hazreti İsa ta'lim berib mundaq dedi. Tavrat ustozlaridan hoşyar bo'linglar. Ular uzun to'llarni kiyib, g'odiyib yurishga omroq keladi. Bozorlarda boshqalarning o'ziga salom berib hurmatlashini, ibodatxonalarda alohida o'rinda o'tirishni, ziyofatlardami to'rda o'tirishni yaxshi ko'radi. Ular tul ayollardan nap elib, ularning mol-mulkini yevilib, ondan attay boshqaga ko'rsin deb, uzundan uzun duo qiladi. Ular jazman texmu qattiq jazoga tortildi. Hazreti İsa markaziy ibodatxonadagi iyoni yig'ildigan joyning oldida o'tirib, o'z iyonlarini tashlayotgan jamoatga qarab turadi. Nurg'un boylar sanduqqa xeyli ko'p pul tashildi. Bir kambag'al tul ayolmi kelib, bir necha tillik qimmatidagi 2 tangini tashildi. Hazreti İsa shogirdini yeniga chaqirib, ularga mundaq dedi. Bilib qo'yinglarki, bu nomrod tul ayolning iyonisi Xudoning nazarida hammalarninkidan ko'p. Chunki boshqalar o'zlarining oshqan boyliqlaridan iyona qildi. Lekin bu ayol nomrod ruhliq, o'zining bor yo'qini, tirikchilik qildigan hamma narsasini iyona qildi. On 13. bob. Hazreti İsa markaziy ibodatxonadan chiqayotganda, shogirdlaridan biri uningga: "Ustoz, qarang, bu nima degan ko'rkam tashlar? Nima degan hayvatlik imoratlar?" dedi. Hazreti İsa uningga: "Sen bu hayvatlik imoratlarni ko'ryapsan. Bu yerdagi hamma narsa gumron qilindi. Hatto bir tal ul teshimi joyida qoldirilmaydi", dedi. Hazreti İsa Zaytun teg'ida markaziy ibodatxona tarafga qarab o'tirganda, Petrus, Yaqub, Yuhanna va Andarlar ostig'ina uningdan: "Bizga aytingchi, bu deganlaringiz qachon yuz berdi? Bularning yuz beradiganligini bildiradigan qandoq bishorat bo'ladi?" deb so'rashdi. Hazreti İsa ularga tushuntirishga boshladi. "Boshqalarning ozdirishidan hoşyar bo'linglar. Nurg'un kishilar mening nomimni setib, qutqizuvchi Masih men bo'lman deb elib, ko'p odamlarni ozdirdi. Sizlar urush xabarlari va urush shaplarini olgan vaqtinglardimi? Aloqzada bo'lib ketmanglar. Chunki bu ishlarning yuz berishi muqarrar. Lekin bu zamon oxiri yetib keldi deganlik emas. Bir millat yana bir millat bilan urush qiladi. Bir davlat yana bir davlatga hujum qiladi. Nurg'un joylarda yer tavrash va ocharchiliklar yuz beradi. Mana bu ishlarning yuz berishi xuddi homildor ayolning to'lg'ining boshlanganiga o'xshaydi. Sizlar o'zinglarga paxas bo'linglar. Kishilar sizlarni tutqun qilib, sotga topshirib beradi. Ibodatxonalarda qamchilaydi. Sizlar menga ishoninglar uchun vali va podsholar oldida so'roqqa tortilasizlar. Buning bilan ular oldida mening guvochilarim bo'lasizlar.
Lekin, xushxabar, butkul millatlarga zaman oxirdan burun yetkazilishi kerak. Shunga, sizlar tutulib sotqa topshirilganda, nemi deyishdan andish qilmanglar. U chog'da sizlarga nemi nisib etilsa, shuni danglar. Chunki so'zliguchi sizlar emas, muqaddas ruhdir. Qarindosh qarindishiga, ota bolasiga xoinlik qilib, ularni o'limga tutib berdi. Bolalarmi ota onasi bilan qarshilashib, ularni o'limga ishtirdi. Menga ishonganinglar uchun hamma odam sizlarga o'chmanlik qiladi. Lekin oxirgacha bardoshlik berganlar jazman qutqizildi. Yerginishlik vayron qiluvchining o'zi turishga tegishli bo'lmagan yerda tug'ilini ko'gininglarda. Kitobxonlar bu so'zning ma'nosini tushunsin. Yahudiya o'lkasidagi aholilar tog'larga qochsin. O'g'zidikilar uyidagi narsa keraklarini olmay qochsin. Etizlarda ishlayotganlarmi chopinini elishi uchun uyiga qaytmay qechib ketsin. U kunlarda kechisi apsi bo'lgan homildor ayollar va bola emitadigan onalarning holiga voy. Bu voqealarning qishga to'g'ri kelib qolmasligi uchun duo qilinglar. Chunki u kunlardagi baloyi ofatlar Xudo olamni yaratgandan buyon ko'rilib boqmagan. Kelgusidimi ko'rilmaydi. Parvardigor u kunlarni azaytmisidi, hech kim qutulolmaydi. Lekin Parvardigor u kunlarni o'zi tanlaganlari uchun azaytgan. Agar u chog'da birislarga qaranglar, qutqizuvchi Masih bu yerda yoki qaranglar, Masih ana u yerda desa, ishonmanglar. Chunki soxta masihlar, soxta payg'ambarlar maydonga keladi. Agar mumkin bo'lsidi, ular Xudo tanlaganlarni mo'jizalar va karomatlar bilan ozdirgan bo'ladi. Shuning uchun hoşyar bo'linglar. Men bularning hammasini aytish bilan sizlarni oldin ola ogohlantirib qo'ydim. U kunlardagi baloyi ofatlar o'tib ketgandan keyin quyosh qoriyib, oy yorug'lik bermas, yulduzlar osmondan to'kilib, osmon jismlari larziga kelar. U chog'da kishilar inson o'g'lining zo'r kuch-qudrat va shon-sharaf bilan butlar ichida kelayotganligini ko'rdi. İnson o'g'li farishtalarni avatib, o'zi tanlagan kishilarni olamning bir chetidan yana bir chetigacha dunyoning to'rt bulungdan yig'ib bir yerga jam qildi. Anjir darg'idan saboq elinglar. Uning shoxlari ko'kirib, yangi yo'pilmoq chiqarganda yozning kelishiga oz qolganligini bilasizlar. Xuddi shuningdek, men boyi degan alomatlarning yuz berayotganligini ko'rininglarda, Xudoning podshohligining ishik oldida, ya'ni namoyon bo'lish oldi turayotganligini bilinglar. Bilib qo'yinglarki, mana bu alomatlarning hammasi amalga oshirilmay turib, bu avlod kishilar olamdan o'tmaydi. Osmon zemin yo'qladi, biroq mening so'zlarim yo'qolmay, mangu inovatlik bo'ladi. Bu ishlarning yuz beradigan vaqt soatiga kelsak, buni otamdan boshqa hech kim bilmaydi. Na arishdagi farishtalar, na o'g'li bilmaydi. Paxas bo'linglar, sagak bo'linglar, chunki u vaqt soatning qachon keldiganligini bilmaysizlar. Bu safarga chiqmoqchi bo'lgan odamning ahvoliga o'xshaydi. U yo'lga chiqadigan chog'da chakorlarning xizmat doirasini belgilab, ularning har biriga birdan vazifa topshirdi. Darvozadagi kuzatchigimi hoşyar bo'lishni toplaydi. Shuningga o'xshash sizlarmi hoşyar bo'linglar. Chunki uyning xo'jayinining keladigan vaqtining kechqurunmi, tun yerimi, g'o'raz chilgan vaqtmi yoki sahar vaqtimi, uni bilolmaysizlar. Shunga u tuyuqsiz kelib, sizlarni
g'aflat uyqusida ko'rib qolmasin. Sizlarga aytganlarimni hammaylanga aytaman. Hoşyar bo'linglar. 14 bob. Yahudilarning o'tib ketish va Petrning heytiga 2 kun qolgan edi. Oliy ruhaniylar va Tavrat ustozlari Hazreti Aysoni hiyli bilan tutib, uchiqtirib etishning chorasini izlashdi. Ular bu ishni et oyan kunlari qilmayli. Bo'lmasa, xalq orasida qalayimqanchilik chiqishi mumkin, deyishatdi. Hazreti Ayso Baytaniya yesida ilgari mahav kesi giribtor bo'lgan Simonning uyida dasturxonda o'tirayotganda, ichiga qimmatli sop sumbul atri qo'shilgan, oq qosh teshidan yasalgan qutini tutgan bir ayol kirib, qo'ldagi qutini ichib, ichidagi atirni Hazreti Aysoning beshiga quydi. Ba'zilar buningga xafa bo'lib, bir-biriga xushpuroq atirni bundaq isrof qilganning nima foydasi? Bu atirning qimmati bir yillik kirimimizga tang keladi ekan. U setilib, puli kambag'allarga berilsa bo'ladi, deyishib, ayolga topitani qilishga boshladi. Ayolning ixtiyoriga qo'yib etinglar. Uni xijil qilib nima qilasizlar? U men uchun yaxshi ish qildi. Kambag'allar doim oranglarda, ularga qolgan vaqtda yordam qila olaysizlar. Lekin men oranglarda doim bo'lmayman. Ayol chomi yetadigan ishni qildi. Mening dafn qilinishimga tayyorlik yuzasidan badanimga oldin ola atir surkab qo'ydi. Bilib qo'yinglarki, xushxabar dunyoning qayerida yetkazilsa, bu ayol aslinib, uning qilgan ishi tilga elindi, dedi Hazreti Ayso ularga. Shu vaqtda 12 shogirddan biri bo'lgan Yahuda Ishqariyot Hazreti Aysoni tutib berish maqsadida oliy ruhaniylarning yeniga bordi. Buni anglab, oliy ruhaniylarning g'ilqaqalari ichilib ketdi va uningga pul berishga va'da qilishdi. Yahudamu Hazreti Aysoni ularga tutib berishga fursat izlashga boshladi. Petrning heytining birinchi kuni, ya'ni o'tib ketish heytining qurbonlik qilingan kuni, shogirdlar Hazreti Aysoning yeniga kelishib, o'tib ketish heytining tomig'ini qayerga berib tayyorlashimizni xohlaysiz, deb so'radi. U shogirdlardan ikkilanni mundaq deb oldin avatdi. Yerusalimga kiringlar. U yerda ko'zni sut to'shayotgan bir erkishni uchirtsizlar. Uning kaynidan minib, u odam kirgan uyning egisiga, ustozimiz shogirdlarim bilan o'tib ketish heytining tomig'ini yeydigan mehmonlik uy qayerda, deb so'rayotdi, denglar. U sizlarni ustungi qavatdiki ratlik jobdib qo'yilgan bir ig'iz cho'ng uyga boshlab chiqdi. Mana shu uyda heytning tomig'ini tayyor qilinglar. Shogirdlar yo'lga chiqib shaharga kirdi. Hamma ishlar Hazreti Aysoning aytganidek bo'lib chiqdi. Ular shu yerda tomoqni tayyorlashga kirishdi. Kashqurun Hazreti Ayso 12 shogirdi bilan kelib, dasturxonda o'ltirib, taom ustida. Bilib qo'yinglarki, men bilan birga g'izlanayotgan sizlarning oranglardagi biraylan menga sotqonlik qiladi, dedi. Bu so'z ularni qayg'uga soldi. Ular bir-birlab, men emasdiman, deb so'rdi. Hazreti Ayso ularga, menga sotqonlik qilguvchi, qo'ldagi nonni men bilan birga taqsir to'girgan 12 shogirdning ichidagi biridir. İnsan o'g'li muqaddas yozmalarda yozilganidek olamdan o'tadi. Lekin uningga sotqinlik qilgan kishining holiga voy. U odam tug'ilmagan bo'schu koshki, dedi. Ular tomoq yeyishayotganda Hazreti Ayso bir nonni qo'liga ilib, shukr etgandan keyin uni o'shitib turib, shogirdlarga berdi va "Elinglar, bu mening tenim", dedi. Ondan u qo'lga bir jom ilib, Xudoga shukr etgandan keyin uni shogirdlarga sundi. Hammaylar uningdan ichishdi. Bu mening nurg'un odamlar uchun to'kilib, Xudoning ahdisini tuzadigan qonimdir. Bilib qo'yinglarki,
Xudoning podsholig'ida yangichi sharobdan ichmaguncha bundoq sharobni hargiz ichmayman, dedi Hazrati Ayso. Ular Madiya naqshni aytgandan keyin talog'i chiqib, zaytun tig'iga qarab ketishdi. Bu chaqda Hazrati Ayso shogirdlarga: "Hamminglar meni tashlab ketishsizlar. Chunki muqaddas yozmalarda Xudo qo'ychini urib o'ltiraman, qo'ylari patparoq bo'lib ketidi" degan. Lekin men tirilgandan keyin Galiliyaga sizlardan burun boraman, dedi. Petrus uningga: "Hammaylan sizni tashlab ketsin-mu, men hargiz tashlab ketmayman", dedi. "Bilib qo'yginki, bugun kecha xo'roz 2 qatim chillashdan burun sen mendan 3 qatim tanisan", dedi Hazrati Ayso. Lekin Petrus texmo qat'iy talaffuz bilan: "Siz bilan birga o'lishga to'g'ri kelsa-mu, sizdan tanmayman", dedi. Qolgan shogirdlarmi shundoq deyishdi. Keyin ular Getsemane degan bir yerga keldi. Hazrati Ayso shogirdlarga: "Men duo tilovat qilib kelguncha mushu joyda o'ltirib turinglar", dedi. U Petrus, Yaqub va Yuhannani birga elib mangdi. Bu vaqtda uni qayg'u besib, ko'ngli qattiq beorom bo'lishga boshladi. U jinim chiqib ketdigandek g'am qayg'uga patdi. "Sizlar bu yerda qilib ho'shyor turinglar", dedi. Va sal neriroq berib, yerga bosh qo'yib, mumkin bo'lsa, u kunning o'z beshiga kelmasligiga duo qilib: "Ey suyimlik ota, hammaga qodirsan. Bu azob qadihini mendan yiroqlashtirg'aysan. Lekin bu ish mening emas, balki sening irodang bo'yicha bo'lsin", dedi. U 3 shogirdning yeniga qaytib kelib, ularning mugdab qolganligini ko'rib, Petrusga: "Ey Simon, uxlavatamsan? Biror soatmi o'shar tura olmadingmi? Eziq turilishdan saqlanish uchun sagak turib duo qilinglar. Ko'ngil xolaydi, lekin tan ojizdir", dedi. Ondan u yana berib, burunqi so'zlarni takrorlab duo qildi. U shogirdlarning yeniga qaytib kelganda, ularning yana mugdab qolganligini ko'rdi. Chunki ular ko'zlarini ocholmay qolgan edi. Ular Hazrati Aysoga nima deyishini bilmay qoldi. Hazrati Ayso 3-chi qatim ularning yeniga qaytib: "Sizlar texshi dam elib uxlavatamsizlar? Bo'ldi bas amdi. İnson o'g'lining gunohkorlarning qo'liga topshirilgan vaqt soati yetib keldi. Qopinglar, ketayli. Mana, menga sotqinlik qiladigan kishi kelibdi", dedi. Hazrati Aysoning so'zi oyoqlashmasdinla 12 shogirdning biri bo'lgan Yahuda keldi. Uning yanida oliy ruhoniylar, Tavrat ustozlari va oqsoqollar tarafidan avatilgan, qilich to'qmoqlar bilan qurollangan zo'r bir to'p odam bor edi. Hazrati Aysoga sotqinlik qilgan Yahuda ularga olliburun: "Men kimni so'ysam, Ayso shu. Sizlar uni tutib, qattiq muhofazat ostida edib meninglar", degan va so'yish orqali belgi bermoqchi bo'lgan edi. U udul Hazrati Aysoning oldiga berib, "Ustoz", deb uni so'ydi. Shu chog'da u boshlab kelganlar Hazrati Aysoga qo'l silib, uni tutqun qildi. Hazrati Aysoning yeniklaridan biri qilichini sug'urib, bosh ruhoniyning chaqirig'i urdi. Qilich chaqarning qulog'iga tegib, uni shilib tushiribdi. Hazrati Ayso: "Sizlar qilich to'qmoqlarni ko'tarib, meni tutqili kelibsizlar. Meni qaroqchi ko'ryotamsizlar. Her kuni markaziy ibodatxona hoylarida sizlar bilan birga bo'lib ta'lim beratdim. U chog'da tutmadinglar. Bu ishlarning yuz berishi muqaddas yozmalarda oldin aytilganlarning amalga oshirilishi bo'ldi", dedi. Bu chog'da shogirdlarning hammasi uni tashlab kechib ketishdi. Hazrati Aysoning kaynidan faqat uchisig'i kandirroq yepinchoqlab olgan bir yosh agishib mangan edi. Ular uni tutib oldi. Lekin
u rahning ichidan sug'urilib chiqib, yalang'och peti qechib ketdi. Ular Hazreti Aysoni bosh ruhoniyning oldiga elib berishdi. Bütün oliy ruhoniylar, oqsoqollar va Tavrat ustozlari u yerga yig'ildi. Petrus Hazreti Aysoga toki bosh ruhoniyning hovlisigacha yiroqdan agishib berib, hovlida qarovullar bilan birga sinib o'ltirdi. Oliy ruhoniylar va bütün oliy kengashma a'zolari Hazreti Aysoni o'lim jazosiga mahkum qilish uchun isbot izladi, ammo topolmadi. Bir muncha yolg'on guvohchilar o'tirg'i chiqqan bo'lsa-mu, isbotlari bir-biriga moslashmaydi. Ularning ba'zilari o'rnidan turib, yolg'on guvohlik berib, biz uning inson qo'li bilan yasalgan bu ibodatxonni buzib tashlab, inson qo'li bilan yasalmagan boshqa bir ibodatxonni 3 kun ichida yasab chiqaman deganligini anladik, dedi. Lekin bu haqdagi guvohliklarmi bir-biriga moslashmadi. Ondan bosh ruhoniy o'rnidan turib, jamoatning oldida Hazreti Aysoga: "Qani, javob bermamsan? Bularning sening ustidan bergan guvohliklariga nima deysan?" dedi. Lekin Hazreti Ayso shuk turib, hech qanday javob bermadi. Bosh ruhoniy yana uningdan: "Matiynishga loyiq bo'lgan Xudoning o'g'li, qutquvchi Masih senmi?" deb so'radi. Men, dedi Hazreti Ayso, sizlar inson o'g'lining qodir Xudoning o'ng yonida o'tirganligini va ko'kdagi bulutlar ichida keladiganligini ko'rsizlar. Bu so'zni anglagan bosh ruhoniy kiyimlarini yirtib tashlab, endi boshqa hech qanday guvohchining hojati qolmadi. Sizlar uning kipriklarini angladinglar. Endi buningga nima deysizlar? dedi. Ular birdak uningga o'lim jazosi tegishlik deb hukm qilishdi. Ba'zilari uningga tukirishga boshladi. Ular yana uning ko'zlarini bog'lab, mush etib, payg'ambar bo'lsang, aytib boqina, seni kim urdi? deyishdi. Qarovullarmi uni orsiga elib qochatladi. Petrus tuvandagi hovlida turardi. Bosh ruhoniyning dedaklaridan biri kelib, sinib o'ltirgan Petrusni ko'rib, uningga tikilib qarab, "Senmi Nasiralik Ayso bilan bir eding-ku?" dedi. Petrus buni inkor qilib, "Sening nima davatqanligingni bilmadim, ham tushunmadim" dedi-de, tashqariga darvozaning oldiga chiqib turdi. Shu asnoda g'o'ros chilladi. Uning tashqarida tug'alg'ini ko'rgan yilqi dedak, u yerda tug'anlarga yana, "Bu uning odami-ku" dedi. Petrus yana inkor qildi. Birozdan keyin u yerda tug'anlar Petrusga yana, "Shubhisizki, sen uning shogirdlarining biri, talaffuzingdan seningmi jalillik ekanliging chiqib turmamdi" deyishdi. Petrus qasam qilib, "Sizlar davatgan odamni tonimayman, bo'lmasa meni Xudo ursin" dedi. Dal shu chog'da g'o'ros ikkinchi qitim chilladi. Petrus Hazreti Aysoning o'ziga, "G'o'ros 2 qitim chillashdan burun sen mendan 3 qitim tonisan" degan so'zni esiga elib, ko'ngli buzilib, yig'lab ketdi. 15-bob. Ertesi tong saharda oliy ruhoniylar, oqsoqollar, Tavrat ustozlari va oliy kengashmaning bütün a'zolari maslahatlashib olgandan keyin Hazreti Aysoni bog'lab, vali Pilatusga topshirib berdi. Pilatus uningdan, "Sen Yahudiylarning podshoyimi?" deb so'radi. "Aytganingizdek" deb javob berdi Hazreti Ayso. Oliy ruhoniylar uning ustidan bir muncha shikoyatlarni qilishdi. Pilatus uningdan yana, "Qara, ular ustingdan shuncha vala shikoyat qilyotidi. Sen hech qaysisiga javob bermamsan" deb so'radi. Lekin Hazreti Ayso yanla zuvon surmadi. Pilatus buningga hayron qoldi. Har qitimliq o'tib ketish yetida vali xalq iltimos qilgan bir mahbusni qo'yib beradi. Ayni vaqtda zindonda to'plangda odam o'ltirgan to'plangchilar bilan birga tutilgan Barabas ismli bir kishi bor edi. Xalq
vali Pilatusning oldiga kelib, uningdan bir mahbusni burunqiga o'xshash qo'yib berishni talab qildi. Pilatus ularga, sizlarga Yahudiylarning podshoyini qo'yib berishimni xohlamsizlar? dedi. Pilatus oliy ruhaniylarning Hazrati Aysoga hasadxo'rlik qilib, uni o'ziga topshirib berganligini bilatdi. Biroq oliy ruhaniylar xalqqa Hazrati Aysoning o'rniga Barabbasni qo'yib berishni talab qilinglar, deb ularni kushkirtdi. Pilatus ulardan yana, undaq bo'lsa, sizlar Yahudiylarning podshoyi deb atagan odamni qandaq bir talab qilay, deb so'radi. Uni kristga maqlating, deb chiqan silishdi ular. Nemishqa? U nima jinoyat o'tkazibdi? dedi Pilatus ularga. Biroq ular texmi qattiq vaqirishib, uni kristga maqlating, deb turib berishdi. Xaloyiqni xursand qilmoqchi bo'lgan Pilatus Barabbasni ularga chiqarib berdi. Hazrati Aysoni bo'lsa, qamchilatgandan keyin kristga mixlash uchun lashkarlarga topshirdi. Lashkarlar Hazrati Aysoni vali o'rtasidagi bir saynoga elib kirdi. Ondan butun lashkarlar to'pini bu yerga yig'di. Ular uningga shohona so'sing ranglik to'n, beshiga tikan shoxirdan o'rib yasalgan toj kiydirdi va uningga "Yoshsun Yahudiylarning podshoyi" deb vaqirashdi. Ondan beshiga qo'mish bilan qayta urib, uningga qarab tukirishdi va uning oldida tiz bukib sajda qilishdi. Uni mana shundoq maza qilgandan keyin so'zin to'nini soldirib, uchiga o'z kiyimlarini kiydirdi va kristga mixlash uchun elib minishdi. Simon ismli bir kishi yezdan kelib, u yerdan o'tib ketyotdi. İskandar bilan Rufusning otasi bo'lgan bu odam Kirin shahridan edi. Lashkarlar Hazrati Ayso yutib mangan kristni bu odamga majburiy ko'targizdi. Ular Hazrati Aysoni Golgota, ya'ni bosh so'ngak degan yerga elib bordi. Uningga murmakka aralashtirilgan sharob berdi. Lekin Hazrati Ayso uni ichmadi. Ular Hazrati Aysoni kristga mixlab osdi va har qaysi o'ziga chiqqanni ilish uchun chak tashlashib, kiyimlarini bo'lishib oldi. Hazrati Ayso kristga mixlangan vaqt atigan soat 9 edi. Gunoh taxtisiga Yahudiylarning podshoyi deb yozilgan edi. Hazrati Aysodan boshqa ikki qaroqchimi kristga mixlangan bo'lib, biri uning o'ng yendiki, yana biri sol yendiki kristda edi. Shunda qilib muqaddas yozimlardiki, u jinoyatchilar bilan bir qatorga qo'yildi degan so'z isbotlandi. U yerdan o'tganlar boshini chayqishib, Hazrati Aysoni haqoratlab, "Qani, sen ibodatxonni buzib tashlab, 3 kunda qaytadan yasab chiqadigan odam eding-ku. Endi kristdan tushib, o'zingni qutqizg'ina" deyishdi. Oliy ruhaniylar va Tavrat ustozlarimi uni shundoq masxir qilib, o'zaro boshqalarni qutqizibdi-kan, o'zini qutqiza olmadi. İsraillarning podshoyi qutqizuvchi Masih endi kristdan tushib baqsinchi. Biz shuni ko'rib, uningga e'tiqod qilayli, deyishdi. Hazrati Ayso bilan billa kristga mixlanganlarmi uni haqoratlashdi. Tush vaqti soat 12da butun zaminni qorong'ulik qoplab, soat 3gacha davom qildi. Soat 3da Hazrati Ayso yuqori ovoz bilan "Eloy, Eloy lama shafaqtani", ya'ni "Xudoyim, Xudoyim, meni nemishqa tashlab etding?" deb vaqirdi. U yerda turganlarning ba'zilari buni xato anglab, "Qaranglar, bu odam İlyas payg'ambarga murojaat qilyapti", deyishdi. Ularning ichidan biraylar yugurib berib, bir parcha bulutni akilib, arzon uzum sharobiga chilab, uni qumishning uchiga bog'lab, Hazrati Aysoga ishkizmoqchi bo'ldi va "To'xtab turinglar, qarab boqayli. İlyas payg'ambar kelib uni tushirib olamdikin", dedi. Hazrati Ayso qattiq vaqirdi-da, tiniq to'xtab jon uzdi. Shu vaqtda markaziy ibodatxonadagi parda yuqoridan tövanga 2 parcha bo'lib yirtildi. Hazrati Aysoning o'dilda turgan yuz beshi uning qandoq jon uzganini ko'rib, "Bu odam haqiqatan Xudoning o'g'li ekan",
dedi. U yerda yana vaqani yiroqdan ko'rib turgan ba'zi ayollarmi bor edi. Ularning orasida Majdallik Maryam, kichik Yoqub bilan Yosning onasi Maryam va Salomlar bor edi. Hazrati Ayso Galiliyada turgan vaqtda bu ayollar uningga egishib, uning xizmatida bo'lgan edi. Uning bilan Yerusalimga birga kelgan yana bir muncha ayollarmi ahvolni ko'z tutib turadi. U harbi kuni, ya'ni dam olish kunining oldingi kuni edi. Kech kirib qolganda Yahudilarning oliy kengashmasining hurmatga sozavar a'zosi, Xudoning podshohligini intizorlik bilan kutayotgan Aramatiyalik Yusuf yuraklik holda vali Pilatning oldiga chiqib, uningdan Hazrati Aysoning jasadini berishni talab qildi. Pilatus Hazrati Aysoning allaqachon o'lganligini anglab hayron bo'ldi. U 105ni chaqirib, uningdan Hazrati Aysoning o'lganiga qanchalik vaqt bo'lganligini so'radi. U 105dan ahvolni uqqandan keyin Yusufga jasadni elib ketishga ruxsat qildi. Yusuf kendi raqs etib elib, jasadni kiristdan tushirib, kepalladi va qiyoda o'yilgan bir qabriga dafn qilib, og'ziga yo'g'on bir qo'ram toshni do'miltib qo'ydi. Majdallik Maryam bilan Yosning onasi Maryam Hazrati Aysoning qo'yilgan yerini ko'rib oldi. 16. bob. Dam ilish kuni o'tgandan keyin Majdallik Maryam, Yoqubning onasi Maryam va Salomlar berib, Hazrati Aysoning jasadiga surish uchun xush puroqliq buyumlarni setib oldi. Haftaning birinchi kuni ular tong saharda o'rnidan turib, kun chiqish bilan tang qabriga berishdi. Ular o'zaro qabrining og'zidagi toshni kim do'miltishib bera deyishdi. U tosh nihoyat cho'ng edi. Biroq ular boshlarini ko'tarib qarg'inida toshning bir yonga do'miltib etilganligini ko'rdi. Ular qabriga kirib, o'ng tarafda oq to'n kiygan yosh bir odamning o'tirganligini ko'rganda aloqzodi bo'lishdi. U farishta ularga: "Aloqzodi bo'lmanglar. Sizlar krestga mixlangan nosiralik Hazrati Aysoni izlayapsizlar. U tirildi. Bu yerda emas. Mana u burun qo'yilgan joy. Sizlar berib, uning shogirdlariga, bo'libmi Petrusga, Hazrati Ayso Galiliyaga sizlardan avval bor ekan. Sizlarga aytganidek, uni shu yerda ko'rdikansizlar, danglar," dedi. Ularni titrak bosdi. Ham aloqzodi bo'lishib, qabrdan chiqib qochdi. Qo'rqib ketgachga, bu ishni hech kimga aytmadi. Hazrati Ayso haftaning birinchi kuni tong saharda tirilgandan keyin avval Majdallik Maryamga ko'rindi. U bu ayolning tenidan 7 jinni haydavatgan edi. Maryam berib, burun Hazrati Ayso bilan bilib bo'lgan, hozir motam tutib, ko'z yoshi qilishayotgan shogirdlarga xabar qildi. Ular Hazrati Aysoning tirilganligi va Maryamning uni ko'rganligini anglaganda ishonmadi. Bu vaqadan keyin Hazrati Ayso yezg'ib ketayotgan ikki shogirdiga boshqa bir qiyofatda ko'rindi. Shuning bilan shogirdlar kayniga qaytib, boshqalarga bu ishni xabar qildi. Lekin ular buningga ishonmadi. Uningdan keyin Hazrati Ayso bir dastonda o'tirib uzlanayotgan 11 shogirdiga ko'rinib, ularning e'tiqodsizligi va tarsoligini aybladi. Chunki ular Hazrati Aysoni tirilgandan keyin ko'rganlarning so'ziga ishonmagan edi. Hazrati Ayso ularga mundaq dedi: "Dunyoning har qaysi joylariga berib, butun insonlarga xush xabarni jakarlanglar. E'tiqod qilib, cho'mildirishni qabul qilganlar qutqiziladi. E'tiqod qilmaganlar bo'lsa, dozoqqa mahkum qilindi. E'tiqod qilganlarga mundaq mo'jizalarni ko'rsatish qobiliyati hamroh bo'ladi. Ular mening nomim bilan jinlarni haydab etalaydi. Noma'lum tillarda so'zlashalaydi. Yilonlarni qo'llarida tutsimu,
hech nima bo'lmaydi. Zaharlik narsani ichsimu hech qanday ta'sir qilmaydi. Bemorlarga qo'llarini takizib qo'ysa, kasallari saqiyib ketadi. Rabbimiz Ayso ularga bu so'zlarni qilgandan keyin osmonga ko'tarildi va Xudoning o'ng yonida o'ltirdi. Shogirdlar taraf-tarafga berib xushxabarni jakarlab yurdi. Rabbimiz ular bilan birga bo'lib, o'z so'zini ular ko'rsatgan mo'jizalar bilan isbotladi.